uni o'rganishi mumkin bo'lgan darslik yo'q ekan. Mana shu yechimni men topib ko'rsamchi deb. Masalan, siz uchun ham Koreyaning minus tomonlari bormi? Eng katta qilayotgan xatoingiz, agar siz kompaniyalarga bitta rezumeni 300 ta kompaniyaga aylantirib topshirayotgan bo'lsangiz yo'q. Shu insonni qo'lda ko'rganman, shunaqa kitob bor ekan dedi. Keyin shunda bilganman, o'zbek tili haqida ham shunaqa kitoblar bor ekan deb. Ko'pchilik yozadi, o'zi rahmat aytib yozishadiki, yaxshi ham shu o'zbek tili kitobini yozibsiz. Oila a'zolaringizdan tashqari shu kunga kelishingizda kim sababchi? Ayonim, siz bugungi qilayotgan ishingiz vaqtinchalik ekanligini va mana shu ish o'zi aslida sizni kelajagingizga foydavor bo'la olishini siz ko'proq hisobga oling. O'zimiz vatandoshlari o'ziga bo'lgan ishonch past degan gap. Nima deb o'ylaysiz? Oilada berilgan tarbiyadanmi bu? Nimadan imенно o'zbeklarni o'qitish shunaqa bo'layotganmi? Bizim millatdoshlarimiz ichida ta'sir doirasi keng bo'lgan shaxslar ko'proq chiqishi kerak. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sizlar bilan yana SS podkasti. Bu gal demak bizda 5-son. Bu galgi sonimizga ajoyib sizlar tanigan, Koreyada ko'pchiliklar so'ragan mehmon taklif qilganmiz. Ko'p qirrali insonni. Demak, bu galgi mehmonimiz Koreyada xalqaro firmada direktor, undan keyin koreyslar uchun o'zbek tili nomli kitob muallifi hamda mentor Dilshodbek Akbarov taklif qilganmiz. Dilshodbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat kattakon taklif uchun. Rahmat, yaxshi. Sizga ham tashrif uchun avvalambor kattakon rahmat. O'ylaymanki, bugun chiroyli, hammaga manfaatli podkast bo'ladi. Shunday deb umid qilamiz. Shunaqa qilib boshladik. Demak, Dilshodbek podkastga kirishdan oldinda kirish sifatida bir o'zingizni tanishtirsizda, boshidan keyin mana shu hammasi qayerdan boshlanib qoldi? Umuman, keyin Koreyaga kelishingiz sabablari shularni o'zingiz hayotingiz haqida chuqurroq bitta tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Koreyaga 2012-yilda kelganman. 2012dami? 2012-yilda Koreya davlat ta'lim granti asosida o'sha paytda Korean Government Scholarship Program deb ataladi. KGSP hozir o'sha dastur GKS deb ataladi. Va o'zi umuman Koreyaga kelish fikri juda ham erta boshlangan menda, chunki maktabimiz xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab bo'lgani uchun 2-sinfimdan boshlab ingliz tilini o'rganganman. Deyarli 6-sinfdan boshlab koreys tilini o'rganishni boshlaganman. Allaqachon Koreyaga kelganimda topik darajam shu 5-daraja edi. Shunda o'zi Koreyaga borish maqsading qayerda paydo bo'lgan? Mani bobomlar geografiya fanidan ustoz bo'lganlar, professor bo'lganlar va uyimizda juda ham ko'p xaritalar, globus, mana shunaqa atributlar qolganda, bularni ustida hattoki davlatlarning nomlarini yodlab, poytaxtlarini yodlab uxlab qolardim. Kerak bo'lsa, juda ham ko'p o'sha mamlakatlarga borgim kelardi. Va kunlardan birida mana shu dastur haqida o'zimni koreys tili ustozimdan eshitganman va o'sha ustozim mana shu dasturga qatnashib ko'r, seni imkoniyating yaxshi deyishgani uchun o'qishni maktabni bitirishim bilan litseyga kirib, litseydan keyin men umuman O'zbekistondagi oliy o'quv ta'lim muassasalariga topshirmaganman. Topshirmasdan to'g'ri Koreyaga shu harakatni boshlab KGSP dasturi asosida, hozirgi GKS dasturi asosida kelganman. Hanguk chet tillar universitetida xalqaro biznes va ikkinchi yo'nalishim xalqaro siyosat va diplomatiya. Mana shu ikkita yo'nalishda bakalavrni tugatib, 2017-yilda oxirida JS korporatsiyasida xalqaro loyihalar bo'yicha menejer lavozimida o'zim faoliyatimni boshlaganman. U yerda faoliyatimni 2,5 yil davomida davom ettirib, keyin Intralink, Angliyaning Intralink kompaniyasiga Koreya ofisiga ishga kirib, hozirgi kunda ushbu kompaniyani direktor lavozimida faoliyat yurityapman va shu bilan bir qatorda AQSh savdo vazirligi Janubiy Karolina shtati bo'yicha Koreya vakiliman. Yaxshi. Zo'r. Demak, bo'lmasa siz haqingizdagi ma'lumotlar tushunarli bo'ldi. Birinchi mavzuga kirib ketadigan bo'lsak-da, demak, birinchi mavzu sifatida baribir Koreyada kitob yozgansizda, bu katta ish. Koreyada birinchi bo'lib koreyslar uchun Top Parin Ujbeko nomli kitobni yozgansizda, bu kitobni yozishingizga nima turtki bo'ldi? Keyin qanaqa yaratildi? Shu haqida ozgina gapirib bersangiz. Keyin Koreya tomonidan bu kitob imенно qanaqa kutib olindi? Shu haqida gaplashsangiz. Tushunarli. O'zi mana hozir men faoliyatim haqida gapirib berganimda payqagan bo'lsangiz kerak, men o'zi tilshunos emasman. Birorta bir o'zi Hanguk chet tillar universitetida o'qiganman, lekin tilshunoslik yo'nalishida o'qimaganman. U yerda o'qigan faoliyatim bo'yicha ham. Lekin doim mana o'zingiz ham chet tillar o'rgangansiz, doim shunaqa his o'tardi bolaligimdan. O'zi chet ellarda ham koreys tilini o'rganisharmikin, o'zbek tilini o'rganisharmikin, biz mana shunaqa qiynalib, so'zlarni yodlab, grammatikalarni yodlab yursak, chet elliklar ham xuddi shunaqa qiynalib yurib o'zbek tilini o'rganisharmikin degan xayol doim
bo'lgan. Koreyaga kelsam, to'g'risi o'zbek tilini bundoq o'rganadigan bir qo'llanma, bir tizimli dastur yo'q ekan. Misol uchun dunyoda endi keng tarqalgan ingliz tili, xitoy tili, nemis tili bu borada bor. Hattoki unchalik ham keng tarqalmagan, endi nisbatan keng tarqalmagan, misol Xitoy, Vyetnam tili yoki bo'lmasam tay tillarida ham bor ekan, lekin o'zbek tilida misol uchun bir koreys fuqarosi men o'zbek tilini o'rganmoqchiman desa, uni o'rganishi mumkin bo'lgan darslik yo'q ekan, deyarli men eshitmagan edim kelganimda. Va shuni o'zi birorta bir muammo chiqsa, doim o'zimga savol beraman-da, nima uchun yo'q yoki bo'lmasam men shu muammoga yechim topsamchi degan. Mana shu yechimni men topib ko'rsamchi deb o'zi o'sha bitiruv yilimda 2017-yilda shu kitobni yozishga qaror qilganman va birinchi bo'lib o'sha ECK Books degan nashriyotga borib, o'zi hozir o'ylab qarasam, o'sha paytdagi birinchi business pitching bo'lgan ekan men uchun. Ya'ni buni mana shu kitobni yozmoqchiman. Koreyaga O'zbekiston tomonga Koreys tomonidan mana shuncha miqdorda investitsiya kiritilgan. Har kuni O'zbekistonga reyslar bor. Bu kitobga talab katta deb o'sha paytda nashriyot rahbarini ko'ndirganman-da, tushunyapsizmi? Ya'ni u ham o'sha paytda aytganki, o'zbek tiliga unchalik ko'p ehtiyoj yo'q. Bu misol Vyetnam tili yoki bo'lmasam Filippin tillari, boshqa tillarga ehtiyoj bor, lekin o'zbek tiliga unchalik yo'q, sotilarmikin degan. Lekin mana 2017-yilda birinchi nashri chiqqan bo'lsa, 2021-yilda mustaqilligimizni 30 yilligiga atab ikkinchi nashrini ham chop etganmiz. Yaxshi. Koreya tomonidan ham yaxshi kutib olindi. Demak, menda shunaqa narsa bo'lganda, shu kitobni birinchi marta internetda ko'rib qolganman. Bitta blogerda onalar olgan. Kimligini aytishim shart emas. Blogerda onalar olganda, blogerda onalar emas, qaynasi endi. Shu insonni qo'lda ko'rganman-da, shunaqa kitob bor ekan dedi, Kupangda ham bor menimcha-da. Keyin shunda bilganman, o'zbek tili haqida ham shunaqa kitoblar bor ekan deb turib, keyin o'sha yaqinda bildim, u kitob siz tomoningizdan yozilganligini. Shaxsan oldinlari bilmasdim-da shunaqa bo'lgan. Endi chunki siz o'zbeksizda, o'zbek tilini o'rganish nimasiga qiziqib ko'rmagansiz, lekin juda ham ko'p koreyslar agar o'zbek tili umuman olganda Markaziy Osiyo tillari ichida yagona. Ya'ni Markaziy Osiyo tillari 5 ta til bo'ladigan bo'lsa, 5 ta tilning ichida yagona o'zbek tili darsligi bo'lib kelyapti hozirgi kungacha va bu darslikni orqasida mana hali savol berdingiz, qanaqa qabul qilindi? Men o'ylaymanki, juda ham bir samimiy o'zimdan bir haligi javob o'sha savollar berishganida, men o'zimga shaxsiydan savol berishadi-da, o'rganayotgan koreyslar, men sizni kitobingizni topdim, men shu yerda mana shu joyni tushunmadim, u yerda video qo'llanma ham bor, ya'ni kitobni shunaqa dizayn qilinganki, kitobni olib siz bemalol mustaqil o'rganishingiz mumkin. Koreys standartlariga moslangan. O'qituvchi kerak emas, siz o'zingiz mustaqil o'zbek tilini o'rganishingiz mumkin bo'lgan qo'llanma. Lekin baribir orada tushunmagan joylaringiz bo'ladi, savollaringiz bo'ladi. Mana shu savollarga bemalol o'zimga murojaat qilishadi va ularga javoblarni beraman qo'limdan kelgancha. Mana shundan ular juda ham xursand va umid qilamanki, undan keyingi qadamlarni ham nasib qilsa chiqaramiz. Nasib bo'lsa. Albatta. Keyin buni men nimada ko'rib qoldim? Kupang onlayn platformasida ko'rib qoldim. Bu Kupang bilan shartnoma qilish jarayoni qanaqa bo'ldi? O'zingiz qildingizmi yoki qanaqadir opsiya orqali aloqa bo'lib? Yo'q, o'zi kitob yozilish jarayoni shunaqa bo'ladiki, siz kitobni qoralamasini yozasiz. OneGo deydi. Mana shu qoralamasini yozganingizdan keyin qolgan kitobni muqovasidan tortib, u yerdagi haligi rasmlardan tortib, kitobni muqovasidagi oddiy qog'ozda chiqarasizmi yoki bo'lmasam laminatlangan qog'ozda chiqarasizmi? Kitobni haligi muqovasi qattiq muqova bo'lsa kerakmi, yumshoq muqova, bularni hammasini nashriyot qiladi. Siz kitobga nisbatan mualliflik huquqini saqlab qolasiz, lekin kitobni sotish, undan utilizatsiya qilish, undan foydalanish, unga nisbatan har xil huquqiy majburiyatlarni ijrosini nashriyot bo'yniga oladi. Shuning uchun ularni sotilishi, misol uchun hozir bu kitob Kyoboda bor, Yongpungda bor, Koreyaning barcha kitob do'konlarida, onlayn platformalarida bor, nafaqat Kupangda bor, Gmarketda ham bor. Umuman qaysi kitob bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasam onlayn marketplace'lar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarda bu kitobni topish mumkin. Faqat bitta qismi bor, bu kitobni elektron variantida mavjud emas. Ya'ni rasman elektron variant chiqarilmagan. Elektron variantida emas, mana shu Kupangdan yoki bo'lmasam kitob shaklida offline formatda sotib olish mumkin. Gap yo'q. Lekin shunaqa o'zimiz vatandoshlarimiz borligi ham ba'zida haligi bir yaxshi narsa-da bu. Oxirgi paytlarda Koreya degan paytda Koreyadagi yurgan bolalarning ko'pchilik nima deydi?
yomonroq imijda tasavvur qilib qo'ygan paytlar bo'ldi, tasavvur qilib qo'ygan paytlar. Shuning uchun ko'rayotganlarga aytamiz, Koreyada shunaqa o'zbek tili bo'yicha kitob yozgan nima deydi, o'zbeklarimiz ham bor. Juda maqtavordingiz, yog'dek yozishda juda ham. Lekin albatta men o'zimni misol Azizbek, mana hozir podkastimiz boshlanishimizdan oldin ham suhbatlashdik. Men o'zimni haligi eng muvaffaqiyatga ega bo'lgan inson deb hech qachon o'ylamaganman, o'ylamayman ham. Menga o'xshagan, mendan ham yuqori muvaffaqiyatlarga erishgan insonlar juda ham ko'p, juda ham Koreyada ko'p. Yo'q, men aytmoqchiman-da, ya'ni Koreya agar haligi imkoniyat qidirsangiz bu yerdan sizga juda ko'p imkoniyatlarni ochishi mumkin bo'lgan mamlakat. Kerak bo'lsa sizni karyeringizga, professional faoliyatingizga tramplin vazifasini o'tab berishi mumkin. Faqatgina siz berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalana olishni bilishni. Sizdan ham misolda to'g'risi, to'g'ri. Yaxshi, demak, kitob haqida gaplashishda ikkinchi mavzuga o'tadigan bo'lsak, siz sohangiz boya aytib o'tib ketdim, sohangiz yo'nalishingiz davomida mentorlik ham bor-da. Masalan, mentorlik Koreyada o'qishni bitirgan yoshlarimizga, O'zbekistonda kuzatayotganlar bilmasligi mumkin. O'zbekistonda, demak, Koreya universitetlarini bitirgan yoshlarga ish topishda yordam berasiz-da, katta kompaniyalarda. Demak, shu soha bo'yicha gaplashsakda, hozir birinchi savolim, Koreyada ish bozori bugungi holati qanaqa? Endi ikkinchisi to'xtang, shularni birma-bir javob berib o'tib ketasiz. Koreyada ish bozorining hozirgi holati qanaqa? Keyin chet ellik bitiruvchilarga qanaqa talablar qo'yiladi? Masalan, ishga kirishda-da. Avvalo shularga javob berib o'tasiz, keyin qolganini aytaman. Koreyada o'zi umuman butun dunyoda, nafaqat Koreyada ishga kirish trendlari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Misol uchun men sizga oxirgi 10 yillikda gapirib beradigan bo'lsam, men o'zim Koreyaga birinchi kelgan paytlarimda xorijiy tillarni ko'proq biladigan yoki bo'lmasam yangi bozorlarni Koreya uchun ochib beradigan chet elliklarga talab yuqori bo'lgan. Undan keyin esa mana shu IT, dasturlash tizimlari Covid boshlangan paytida o'zini bir cho'qqisiga chiqdi. Nimaga? Chunki mana sales sohasi, ya'ni savdo sohasi insonlar bilan uchrashib, gaplashib, ular bilan bir shartnomalar tuzishga asoslangan sohada. Lekin buni koronavirus paytida buni qilish ilojisi bo'lmadi. Ya'ni har xil ko'rgazmalarga ham borishni ilojisi bo'lmadi, har xil konferensiyalar bo'lmay qoldi. Bunaqa paytda ko'proq uyda o'tirib, kompyuterda ro'parasida birov bilan gaplashmasdan qilinadigan ishlarga talab oshdi. Va yana bitta qismi, mana yana aytmoqchimanki, yana ish trendlari qanaqa o'zgardi? Mana hozir AI chiqishi bilan bu sohaga ham o'zini ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni entry levellar, ya'ni kirish junior pozitsiyalarga, ya'ni yosh hali tajribasiz bo'lgan xodimlarni olayotgan pozitsiyalar uchun anchagina talabni tushirib yubordi va oyliklarni ham anchagina tushirdi. Ya'ni bu sohada. Lekin Koreyani misol uchun iqtisodiga qaraydigan bo'lsak, Koreyaning iqtisodi doimo eksportga asoslangan. Ya'ni bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotni chet elga sotish Koreyani asosiy iqtisodiy umurtqasi desak ham bo'ladi. Ya'ni ingliz tilida export oriented country da, bu eksportga ixtisoslashtirilgan mamlakat iqtisod. Mana shuning uchun doimiy ravishda chet elda xalqaro bozorlarni, yangi bozorlarni kashf qilishga doimiy talab bor. Misol uchun siz o'zbek tilini bilasiz, rus tilini bilasiz yoki ingliz tilini bilasiz. Mana shu bilgan mamlakatlaringizga sizni o'sha bozorlarni yangitdan kashf qilish uchun sizni ishga olishlari mumkin. Tushunyapsizmi? Ya'ni koreys tiliga qo'shimcha siz mana shu tillarni bilsangiz. O'zbek tili, rus tili, ingliz tili. Bu endi bitta qismi. Yana ikkinchi qismi bor, bu global talant, ya'ni global iste'dod. Bu degani nima? Bu agar siz Koreyada ham qadrli kadr bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni sizni qadringiz baland bo'lgan, siz kerakli mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, siz O'zbekistonda ham kerakli mutaxassis, Amerikada ham kerakli mutaxassisda, ya'ni Samsung, LG, Hyundai'ga o'xshagan kompaniyalar aynan mana shunaqa global iste'dodlarni ishga qabul qilishga ko'proq qiziqadi. Ya'ni ularga misol O'zbekiston bozori muhim emas, ularga Rossiya bozori ayni vaqtda muhim emas. Ya'ni ularga bitta bozor muhim emas, aksincha siz ertaga Rossiya bozori uchun ham, Markaziy Osiyo bozori uchun ham ertaga siz kerakli bo'lgan mutaxassis bo'lishingiz mumkin, lekin asosan sizdagi o'sha biror bir mavzuni, biror bir yo'nalishni tez va chuqur o'rgana olish qobiliyatingiz muhimligi uchun ishga olishgan bo'ladi. Chunki biz universitetda o'qiyotgan paytimizda aynan bitta sohani o'qiymizda va ko'pincha universitet bu mana ahamiyat berganmiz, universitetlarning ko'pchiligini shiorlarida veritas degan so'z bor. Veritas nima degani? Bu haqiqat degani.
misol uchun Seul Milliy universitetini nimasi shiori Veritas Lux Mea deydi, ya'ni adashmasam haqiqat meni oldimni yoritadi deganida, ya'ni haqiqatni o'rgatishadi, ya'ni ular ilmni o'rgatishadi xolos. Sizni ishga tayyorlashmaydi. Ish beruvchilar nimani sizdan kutishadi? Ular aynan qaysidir yangi sohani tez va chuqur o'rgana olish qobiliyatingiz bormi, yo'qmi? Mana shunga ko'proq e'tibor berishadi. Mana shu ishga kirish trendlari avvalambor qanaqa muhitda yashayotganingizga bog'liq, yon atrofdagi geoiqtisodiyot holatiga bog'liq. Undan keyin esa sizda o'zingizdagi qanchalik darajada yangi bilim va ko'nikmalarni tez o'rgana olish qobiliyatingizga ham bog'liq bo'ladi. Yaxshi. Demak, hozirgi bu haqida gaplashib o'tib ketdingmi? Yana bir gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Hozirgi kunda Koreyada asosan qaysi yo'nalishlarda xorijlik mutaxassislarga e'tibor baland, masalan talab ko'p. Shu haqida qaysi yo'nalishlar? Haligi aytgan fikrimni davom ettiraman-da bu yerda, chunki hali aytganimdek xalqaro savdo yo'nalishiga doimo Koreyada talab yuqori bo'lib kelgan. Nima uchun? Chunki Koreya uchun yangi bozorlar kerak. Mana biz Koreyada turganimizda O'zbekiston bilan ko'p biznes bo'lyapti, O'zbekistonga ko'p sarmoya kiryapti deb o'ylaymiz. Lekin aslida Koreya uchun O'zbekiston hali kashf etilmagan bozor. Hali juda imkoniyatlar ko'p. Hattoki O'zbekiston o'zida emas, MDH mamlakatlarida, Markaziy Osiyoni o'zida ham bu region hali Koreya uchun ham, boshqa mamlakatlar uchun ham kashf etilmagan hudud hisoblanadi. Shuning uchun imkoniyat juda ham katta. Mana shu xalqaro savdo, agar bitta yo'nalish tanlagan bo'lganingizda, masalan, xalqaro savdo degan bo'ladi. Undan tashqari ko'proq mana semikonduktorlar deyiladi, yarim o'tkazgichlar sohasi, yoki masalan meditsina sohasi, Koreyada juda ham rivojlangan sohalar. Mana shu sohalarda ham albatta talab yuqori. Yaxshi. Demak, bo'lmasa qarangda, hozir Koreyada imonni o'qib turib, mana keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Koreya kompaniyalariga ishga kirish yoki internship qilish qiyin deb o'ylab turib, faqat arbaytda ishlab, qora ishlarda ishlab, mehnatda ishlab, vaqtini o'tkazish qanchalik sizni qarashingiz bo'yicha xato? Xato demagan bo'lardim, Azizbek. Chunki arbayt, umuman mehnat qilishda aybi yo'q. Halol mehnat qilishda aybi yo'q. Lekin men doim mana shogirdlarimga ham, o'zim ham Instagramda kontent qilayotganimda doim aytib kelaman. Hozirgi qilayotgan arbaytingizni karyera deb qabul qilib olmang. Ya'ni siz bugungi qilayotgan ishingizni vaqtinchalik ekanligini va mana shu ish o'zi aslida sizni kelajagingizga poydevor bo'la olishini siz ko'proq hisobga oling. Men o'zi aslida arbayt haqida fikrim salbiy emas. Chunki ertalabdan kechqurungacha kutubxonadan boshini ko'tarmagan nomzoddan, talabadan ko'ra hech bo'lmaganda jamiyatga chiqib ma'lum bir mas'uliyatni bo'yniga olib, o'sha arbaytda ham ma'lum bir mas'uliyatni bo'yniga olasiz. Chunki sizga pul to'layapti ish beruvchi. Ma'lum bir mas'uliyatni bo'yniga olib, ishni oxiriga yetkaza olish xulq atvoriga ega bo'lgan insonlarni ko'proq qadrlashadi. Aksincha sizda ish, to'g'ri, siz topshirayotgan ishga bu narsani aloqasi bo'lmasligi mumkin, lekin ishlay olish tajribasi bor. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men maslahat bergan bo'lardim, shu narsaga e'tibor qaratishlarini xohlagan bo'lardimki, hozir siz misol uchun soat 8 dan kechqurungi 10 gacha shanba kuni, yakshanba kuni ishga chiqdingiz, aytaylik 100 ming, 150 ming, 200 ming ishladingiz bunda. Siz hozir bu pulni ishladingiz. Hozir siz yutdingiz. Lekin mana shu vaqt davomida siz topik o'rganmadingiz, koreys tilini rivojlantirmadingiz, birorta bir CVni tayyorlab ko'rmadingiz, internshipga topshirib ko'rmadingiz. Siz uzoq muddatda yutqizyapsiz. Shuning uchun iloji boricha vaqt ajratish kerak. To'g'ri, arbaytni ham qilish kerak, lekin iloji boricha ishlarga topshirish uchun, kelajakdagi uzoq muddatli karyera uchun, ya'ni hozirgi qilayotgan ish o'z nomi bilan part time bu. Bu part time sizni asosiy faoliyatingizga aylanib qolmasligi kerak. Ma'lum bir ehtiyojlaringizni qoplash sifatida albatta shu rasxodlaringizni chiqarib turgani arbayt qiladi. Hozirgi holatingizdan kelib chiqqan paytda buni siz aynan mana shu holatdan chiqib ketish yo'li sifatida ko'ring, lekin bu asosiy yo'l emas. O'zi aslida siz ko'prog'iga qodirsiz. Men ko'p hamyurtlarimiz bilan gaplashayotganman, ularda o'ziga bo'lgan ishonchi ham juda ham pastda. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana chet elliklar, amerikaliklar, angliyaliklar bilan gaplashib juda o'zlariga ishonchlari baland bo'ladi. Lekin o'zi aslida bizni hamyurtlarimiz, bizni o'zbek talabalarimiz ulardan ko'p bilishadi. Tillarni ham koreys tili, ingliz tili, o'zbek tillarini, rus tillarini bilishadi. Hech bo'lmaganda kommunikatsiya qila olishadi. Lekin shunga qaramasdan ularda o'ziga bo'lgan ishonchi ham pastda. Shunga men doim aytaman, arbayt
qilyapsiz, yaxshi, lekin bu sizni asosiy faoliyatingiz bo'lib qolmasin. Albatta, kelajagingiz uchun ham, o'zingizni shaxsiy rivojlantirishingiz uchun ham vaqt ajrating. Endi o'qish davomida arbat qilib yurishi, o'zi uchun rasxodlariga harakat qilib yurishi bu odatiy hol. Masalan, o'qishni bitirgandan keyin ham vizani o'zgartirmasdan faqat shu qora mehnat, ya'ni kelib turibdi-yu pul degan maqsadda. Albatta, bu siz asosiy faoliyatingizga aylanib qolgan paytda siz uzoq muddatda yutqizasiz. Qo'yasiz. Albatta. To'g'ri. Keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, qarang. O'qishni tamomlagandan keyin aynan o'zimizni talabalarda ishga kirish jarayonida o'qishni tamomladi, shu sohasi bo'yicha ishga kirish jarayonida eng ko'p qo'yilayotgan xatolar, qanaqa xatolar bo'lyapti o'zimiz studentlardan, o'zbek vatandoshlarimiz? Avvalambor mana hali o'ziga bo'lgan ishonchda aytib o'tdim. Birinchi qilingan xato bu hali harakat qilib ko'rmaslik. Tushunyapsizmi? Mana misol uchun LG kompaniyasi internshipga qabul qilyapti. Sizda talab etilyapti topik 4-daraja. Uncha katta talab emas-da. Uncha katta talab emas. Mayli sizda topik 300 bo'lsin. Bitta harakat qilib 4 ga o'tkazing-da. Topik 4-darajangiz bo'lsin yoki 5-darajangiz bo'lsin. Men hozir endi pasrog'ini aytay, mana topik 3 da sizda, lekin talab qilinyapti topik 4. Baribir topshirib ko'ring. Baribir topshirib ko'ring. Nimaga desangiz, topshirish jarayonida ham siz o'sha yerga qanday CV tayyorlanadi, nima yoziladi, asosan bunaqa katta kompaniyalar nimalarni so'raydi sizdan. Mana shu jarayonni hech bo'lmaganda bilib olasiz. Bitta dars bo'ladi bu ham. Keyingi safar shunga o'xshash imkoniyat chiqqanda siz o'ylanib o'tirmasdan tayyorlanasiz. Oldingi tayyorlab qo'ygan materiallaringizni mana shu yerda ham qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana shu narsa eng katta qilinayotgan xato, ya'ni harakatsizlik degan bo'lardim. Harakatsizlik. Harakatsizlik. Ikkinchisi bu o'z ustida ishlamaslik. Hali aytgan gapimdagida arbayt qilish, boshqa narsa qilish, bular hammasi vaqtinchalik. Siz kelajakdagi, ya'ni ingliz tilidagi bread and butter deydigan narsa bor, ya'ni sizni sariyog'ingiz va noningiz bo'ladigan narsa. Bu sizni o'rganayotgan ko'nikmalaringiz, bilimlaringiz bo'ladi. Tushunasizmi? Hozir bilagingizda kuchingiz bor, belingizda quvvatingiz bor, qilyapsiz. To'g'ri. Demak, keyingi mavzu bizda Koreyada o'zbekistonlik bitiruvchilarda, Janubiy Koreyada bitiruvchilar koreys tiliga yetarlicha e'tibor bermasdan, masalanda ishga joylashishi, koreys tili yaxshi bo'lmasligida uni keyinchalik faoliyatiga qanaqa ta'sir qiladi? Koreys tilini masalan Koreya kompaniyalarida ishlash uchun koreys tili qanchalik muhim? Koreys tili talabalar uchun, mana bugungi dasturimizda ko'plab talabalar ko'rishadi va umuman Koreya kompaniyalari ishlayotganlar ko'rishadi deb o'ylayman. Koreys tilini bilish shart emas deyish bu mas'uliyatsizlik bo'ladi. To'g'ri. Chunki koreys tili, biz mana shu davlatda yashayapmizmi? Bu yerning davlat tilimi? Siz bu tilni o'rganishga majbursiz. Va agar siz koreys kompaniyasida ishlayotgan bo'lsangiz, bu kompaniyada hech bo'lmaganda suhbatlashish uchun ham til kerak bo'ladi, to'g'rimi? Sizga o'sha beriladigan topshiriqlarni tushunishingiz uchun ham til kerak bo'ladi. Albatta koreys tili bo'lish kerak, lekin koreys tili mana shu yerda bitta nyuans bor. Topik 6 bo'lish kerakmi yoki topik 3 bo'lish kerakmi? Ya'ni sizdan mukammal koreys tili talab etilmaydi. Aksincha, mukammal koreys tilini bilsangiz, ya'ni koreys tilini bir koreyslardek gapiradigan bo'lsangiz, bu sizga aks ta'sir o'tkazishi mumkin. Mas'uliyat ko'proq yuklanishi mumkin. Yo'q, mas'uliyatdan ham baribir sizdan kutilayotgan natijalar farqlanib ketadi-da. Shuning uchun siz o'rta meyona darajada bo'lsangiz ham mana shuni o'zi yetarli. Keyin til bu ingliz tilida multiplier deydi-ku, ko'paytirib beruvchi vosita xolos. Siz tilga qo'shimcha biror bir internship qiling, biror bir ish tajribasini orttiring, qandaydir ko'nikmalarni o'zingizda jamlang. Mana shu ko'nikmalarga qo'shimcha til bo'lsa, bu o'shani ko'paytirib beradi. Ya'ni 0 ni 0 ga ko'paytirsak 0 kelib chiqaveradi. To'g'ri. Ko'paytiruvchi vazifasini o'taganligi uchun siz tilga mana shunday tilni mana shunday deb qabul qiling. Til bu sizga o'sha faoliyatda asosiy o'ringa chiqmaslik kerak. Mana shu. Yaxshi. Unga qo'shimcha boshqa bilim va ko'nikmalarni o'rganish muhimroq demoqchiman. Siz masalanda endi Koreyada hozir student ko'p hatto qanaqadir maslahat bera olasizmi? Siz ishga kirayotganlar qanaqadir eng ko'p nima deb top birda bo'lib turgan qanaqadir muammo bo'yicha qanaqadir tavsiya bera olasizmi? Ishga kirish jarayonida. Nima deb maslahat bergan bo'ladi ishga kirayotgan studentlarga? Xo'p, ishga kirayotgan student endi harakat qilyapti, deylik, mana harakat qilyapti. Ular ko'pincha bitta rezumeni menga kelishadi-da, aka 300 ta kompaniyaga topshirdim, bo'lmayapti, hatto suhbatga ham chaqirmayapti. Albatta suhbatga chaqirmaydi. Chunki siz bitta rezumeni olib,
aylantirib yuribsiz. 300 ta kompaniyaga topshirib yuribsiz. Bu degani haligi lag'mon yegisi kelgan odamga osh beryapsiz. Tushunyapsizmi? Siz 300 ta kompaniyaga topshirmang, 15-20 ta kompaniyaga topshiring. Demak, bitta gap yozib olaman. Hozir shu yerda rezyume yozishda ham kompaniyalarda o'zini nima deydi? Loyihalariga moslab yozish kerakmi? Albatta. Albatta, siz eng katta qilayotgan xatoingiz, agar siz kompaniyalarga bitta rezyumeni 300 ta kompaniyaga aylantirib topshirayotgan bo'lsangiz yoki haligi sharaminda klik qilib topshirayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda eng katta xatoni qilyapsiz. Chunki siz LG uchun alohida tayyorlashingiz kerak, Samsung uchun alohida tayyorlashingiz kerak, Honda uchun alohida tayyorlashingiz kerak yoki bo'lmasam kichik va o'rta bizneslar uchun alohida tayyorlashingiz kerak. Har bitta kompaniyaga kirmoqchi bo'lgan motivatsiyangizni, har bitta kompaniyaga kirmoqchi bo'lgan sababini alohida ko'rsatib o'tishingiz kerak. O'shandagina sizni rezyumengiz kuchli, jozibador rezyume bo'ladi. Haligi o'xshatishni doim haligi shogirdlarimga ham aytib kelamanda, siz xo'randasiz va sizni oldingizga qanaqa taom, haligi buyurtma bergan taomingiz emas, buyurtma bermagan taomingiz kelyapti. Siz u taomni yeysizmi? Qaytarib yuborasiz, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshagan gap. Yaxshi. Endi qarang, keyingi mavzuyimizda juda ham meni ham qiziqtirgan mavzuda. Koreyada masalan, Koreya nufuzli universitetlari bo'ladi Koreyada. Shu nufuzli universitetlarni bitirish yaxshi ishlarga joylashishda qanchalik yordam beradi? Buni asnosida sal uровень pastroq universitetlar bor-ku. Uровень pastroq universitetlarni bitirgan yoshlar ham, ya'ni bitiruvchilar ham yaxshi ishlarda ishlashi mumkinmi? Shu ikkalasi bir bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Bu savolni juda ham ko'p berishadi menga, chunki nufuzli universitet bo'lgani sari ulardagi kontrakt miqdori baland bo'ladi, mana bilasiz. To'g'ri. Viloyatdagi universitetlarda nufuzi unchalik baland bo'lmagan universitetlarning kontraktlari ham pastroq bo'ladi va sizga ko'proq bo'sh vaqt beradi ular. Endi buni ikkita tomondan qarash kerak. Nufuzli universitetlarda avvalambor o'sha universitetlarni bitirgan alumnilar, ya'ni o'sha universitetni bitirgan, avval bitirib chiqib jamiyatda o'z faoliyatini yuritganlar ichida yuqori lavozimlarda, jamiyatni turli xil jabhalarida yuqori faoliyatlarni olib borayotgan, lavozimlarda faoliyatini olib borayotganlar uchraydi. Mana shu sizga juda katta yutuq berishi mumkin, katta muvaffaqiyat berishi mumkin. Lekin biz chet ellikmiz-ku. Chet elliklar uchun bunaqa imkoniyatlar afsuski Koreya universitetlarida chegaralangan. Ya'ni men o'zim Koreya universitetlarida, Hanguk universitetida o'qiyotganimda ko'proq harakat qilardim mana shunaqa alumni networking eventlarga borishga, alumnilarni o'sha bitirgan, biz universitetda juda ko'p diplomatlar bitirishgan, shunaqalarni qatnashishga harakat qilardim, yig'inlariga, bir haligi networking tadbirlariga qatnashga harakat qilardim, lekin baribir bu tadbirlarda chet elliklar chetda qoladi. Siz mana shu nufuzli universitetlarni eng asosiy beradigan haligi yaxshi tomonini ola olmayapsizmi? Demak, meni maslahatim, qo'ying o'sha Yonseda yoki bo'lmasam Korea University'da o'qib, u yerdagi kontraktini pul qilaman deb, agar grantga kirsangiz zo'r, o'sha joylarda o'qing. Grantda o'qisangiz, 100% grantda o'qisangiz, stipendiya olsangiz, unda albatta nufuzli universitetda o'qish kerak. Endi men odatiy holatda aytyapman-da, o'sha universitetdan, o'sha O'zbekistondan universitetga kontraktda kelib, kontraktini to'lab, bu yerda ham ishlab, kontraktini ham yopib, o'zini yeb ichishga ham topadigan holatni aytyapman hozir. To'g'ri. Bunaqa holatda universitetning nufuzidan ko'ra shaxsiy harakat, shaxsiy brendingizga ko'proq e'tibor bering. Misol uchun endi shaxsiy intilishingiz demoqchimisiz? Albatta, endi men hozir xayolimga keldi, mana shu Kachon universitetini aytaylik. Misol uchun meni haligi xafa bo'lishmasin, Kachon universitetida o'qiydigan yaxshi universitet. Lekin Kachon universitetida baholaringiz 4.5 GPA dan 3 dan yuqori, har xil volontyorliklarda qatnashgansiz, har xil extracurricular activity'larni o'qishdan tashqari faoliyatlar yuritgansiz, internshiplar qilgansiz, bilimlarni, ko'nikmalarni o'rgangansiz. Va yana bitta nomzod turibdi-da, bu nomzod aytaylik Sogang universitetida o'qigan. Sogang universitetida o'qigan, bahosi 2. GPA o'sha 4.5 dan 2, hech qanday faoliyat yuritmagan, o'sha kontraktni to'lash uchun erta-yu kech arbayt qilgan, o'qishga imkoniyati bo'lmagan, nufuzli universitetni bitirgan. Qaysi biri ish beruvchilar uchun yuqoriroq turadi? Albatta, birinchisi. Chunki ishga kirganingizda, umuman kompaniyalarda ham, ayniqsa hozirgi zamonda, hozir mana AI hayotimizning hamma jabhasiga agressiv tarzda kirib kelayotgan zamonda, to'g'risi siz bitirgan universitetingiz ahamiyati unchalik ham yuqori emas.
ya'ni siz nimani bera olishingiz muhim, ya'ni qanday qiymat qo'sha olishingiz muhim. O'zimizga o'xshab rejima, masalan rejima tashlayotganingizda ular qabul qilib ko'radi-yu, ko'rayotganda qaysi universitetga to'xta deb qaramaydi demoqchimisiz ular? Yo'q, men 100% qaramaydi demoqchi emasman. Lekin ularga ham qarashadi. Lekin unga ham qarashadi, albatta 100% misol uchun qarashmaydi degani emas. Agar siz haligi meditsinada shunaqa narsa bor-ku, tibbiy muolajadan keladigan nojo'ya ta'sir undan keladigan foydadan agar kamroq bo'lsa, ya'ni foyda ko'proq bo'lsa, o'sha muolaja qilinadi. Chunki har qanday operatsiyani ham, har qanday jarrohlikni ham uni nojo'ya ta'siri bor. Lekin o'sha nojo'ya ta'sir undan olinadigan ijobiy ta'sirdan ko'ra kamroq bo'lsa, demak o'sha narsa qilinadi. Men shuni aytmoqchiman. Ya'ni siz top universitetga kirib, u yerni kontrakt qimmat pulini to'layman deb ertayu kech arbaytda yurib o'qishga ham e'tibor bera olmasangiz, undan ko'ra birorta bir nufuzi baland bo'lmasa-da, lekin shaxsiy brendingizni rivojlantira oladigan. Hozir shaxsiy brend deganda ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlardagi brend deb tushunadi, lekin buni aytmoqchi emasman. Shaxsiy brend bu siz ijtimoiy tarmoqlarda aytadigan brend emas. Bu shaxsan qanchalik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lganingiz, rivojlanishingiz, bir nechta tillarni bilishingiz, siz umuman shaxs sifatida qanday imkoniyatlarni, qanday qo'shimcha qiymatni bera olishingizni anglatadi. Demak, birinchi nufuzli universitetga kelib turib, keyin perevod qilib yuborish bu normal holat. Agar o'zingiz shuni normal holat. Men agar misol nufuzli universitetga keldingiz va u yerda qiynalyapsiz. Pulini topishga qiynalyapsiz, qandaydir bir muammo bo'lyapti. Agar shunaqa bo'layotgan bo'lsa, keling hayotingizni qiyinlashtirmangda, nufuzi pastroq universitetga o'qing, lekin o'sha joyda endi insonni o'zini irodasiga ham bog'liqda, ya'ni o'zingizdagi disiplinaga ham, o'zingizdagi xulq-atvorga ham bog'liq. Misol, nufuzi pastroq universitet, misol bir haftada 3 martagina boradigan universitetga borib turib, siz qolgan payt faqat dam olsangiz yoki bo'lmasam faqatgina bekorchi bo'lib, haligi arbayt qilib, o'zingiz ustida ishlamasangiz, bu sizga aks ta'sir qiladi albatta. Lekin nufuzli universitetga kelib, boshqa narsaga e'tiborni qaratib, o'qishdan tashqariga ko'proq narsalarga, ko'proq o'sha ishga, shunaqa narsalarga e'tibor qaratib ketayotgan bo'lsangiz, undan ko'ra nufuzi pastroq bo'lsa-da, shaxsiy brendingizni rivojlantira oladigan joyda o'qing. To'g'ri, yaxshi nima bo'ldi, yaxshi fikr bo'ldi. Chunki mendan yaqinda o'zim jiyanim ham Koreyaga kelyapti-da. Jiyanim o'zi ham o'sha Inhaga topshirdi-da, keyin 7 bilan 100% scholarship oldi. Keyin 6 oydan keyin bilmayman, ko'pchilik gaplashgan ekanda o'qishdagi bolalar bilan 50% ham qiyin bo'lishi mumkin deganiga, keyin menga aytdiki, nima deysiz, keyin o'qigan yaxshimi shu yerda deyapti, davomiy yoki keyinchalik perevod qilgan yaxshimi deganda, menda aniq bitta nima bo'lmadi. Javob bera olmadim-da. Aniq javob bera olmadim. Chunki hozir siz tomonidan kelgan javob eshitib, to'g'risi menga ham foydali nima bo'ldi. Keyin ko'pchilik nima deydi, shu narsa haqida o'ylayotgan bo'lishi mumkin, ko'pchiligi foydali anaqa ma'lumot bo'ldi. Lekin asosiy, yana qaytarib aytaman, bu sizni o'zingizni disiplinangizga bog'liq, o'zingizni qanchalik nazorat qila olishingizga, irodangizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni nufuzi pastroq universitetga o'tib, o'zingiz ustingizga ko'proq ishlang. Ya'ni bu sizga imkoniyat deganida, ya'ni haligi mana shunaqa mana ish faoliyatida gapirsam, agar bitta misolni keltirsam, ba'zilar bor Seulda yashaydi-da. Ishi Seulda bo'lgani uchun Seulda yashaydi, lekin bilasiz, mana Seulda narx-navo qanchalik qimmat, uy-joylar qimmat, to'g'rimi? Va xo'p, Seulda yashasangiz, uyingizga tezroq yetib borasiz, ish tugatgandan keyin. Bu yaxshi. Bu yaxshi. Lekin uyga ertaroq, mana misol 6 da ishni tugatib, aytaylik 6:30 da uyda bo'ldingiz. 6:30dan keyin kechqurun uxlaguningizgacha biror narsa qilmasangiz, sizni Seulda yashashingiz keragi yo'q. To'g'ri. Tushunyapsizmi? Undan ko'ra siz o'sha vaqt uzoq yo'lga ketishingiz yaxshi. Yo'lga ketgani, ya'ni o'sha yo'lda ketayotib kitob o'qishingiz mumkin, birorta bir foydali Seuldan sado podkastini eshitishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana shunaqa taroziga qo'yib ko'rish kerak. Agar mana shu tarozini qaysi tomoni pallasi bosayotgan bo'lsa, o'sha tomoniga ko'proq e'tibor berib, sizdagi haligi opportunity cost ni iloji boricha imkoniyatlardan kelib chiqadigan yo'qotilgan imkoniyatlarni, qaysidir imkoniyatdan foydalanasiz, boshqa imkoniyatdan foydalana olmaysizda, o'sha narsani minimalizatsiyaga olib kelish kerak, minimallashtirish kerak. Qarang, hozir mavzudan tashqari bitta savol beraman-da. Siz hali aytib o'tib ketdingizda, o'zimiz vatandoshlari o'ziga bo'lgan ishonch past degan gapni aytib o'tib ketdingizda, shu narsani nima deb o'ylaysiz? Oilada berilgan tarbiyadanmi bu? Nimadan immun o'zbeklar o'rtasida shunaqa bo'layotgan muammo? Bu narsa shaxsiy fikringiz qanaqa? Meni shaxsiy fikrim ikkita sababi bor deb o'ylayman. Birinchisi bu bizdagi o'zbekona tarbiya. Misol birorta joyda haligi gapirma,
kattalar gapirayotganda solishdi. kattalar gapirayotganda jim o'tir, o'zingni fikringni aytma degan narsa. Keyin bizda O'zbekistonda ham va hattoki Koreyani ta'lim tizimi ham xuddi shunga asoslangan. Ya'ni professor kiradi. Ya'ni professor bu yerda liderda. To'g'ri. Lider kiradi. Lider faqatgina gapiradi. Va siz tinglovchi eshitasiz xolos. Lekin men mana 2024 Oksfordda o'qiganimda ularni ta'lim tizimi yoki bo'lmasam talabalik patimda Norvegiyada, Germaniyada o'qiganman. Ularni ta'lim tizimi boshqacha. U yerda diskussiyaga asoslangan, debatga asoslangan. Ya'ni sizga ham o'zingiz fikringizni, u xato bo'ladimi? Qarshi fikr demoqchisiz. Qarshi fikr albatta berish imkoniyati beriladi. Ya'ni professor bu yerda arbitr vazifasini o'taydi xolos. Siz misol irqchilikka o'tib ketayotgan bo'lsangiz, kamsitishga o'tib ketayotgan bo'lsangiz, o'z fikringizda u sizni to'g'rilab qo'yishi mumkin. Undan tashqari qabul qilinishi mumkin bo'lgan har qanday fikrni aytishga qo'yib beriladi. Misol Yevropada, boshqa mamlakatlarning ta'lim tizimida, tarbiyasida ham. Endi mana shu tomondan olganda bizdagilar ko'pchiligi o'zi bilsa ham bir narsani imkoniyatlari yetsa ham o'sha narsani tashqariga chiqarib bera olmaydi, aytib bera olmaydi. Lekin siz aytmasangiz, to'g'ri. Sizni ish beruvchi intervyu kuni, suhbat kuni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsa, u qayerdan bilsin? To'g'ri. Tushunyapsizmi? Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Ikkinchisi bu muhit, yon atrofingizdagi muhit. Ya'ni siz shunaqa gap borki, do'stingni ko'rsatgin, men seni kimligini aytaman degan. Siz kimlar bilan o'zingiz atrofingizda qanday insonlar bilan qo'shayotganingiz bunga katta ta'sir qiladi. Men ham misol uchun o'qish paytimda o'qishni bitiriboq ishga kirishni o'ylamasdan, bir yil davomida yursam bo'ladi, keyin nima qilsam bo'ladi, ishga kirsam bo'ladi. Oxirigacha foydalanib olib, davomida. Mumkin edi. Lekin yon atrofimdagi o'rtoqlarim, o'zbek o'rtoqlarim, boshqa davlatlardan kelgan o'rtoqlarim, koreys o'rtoqlarim qarasam oxirgi semestrda bo'shatib va bittagina fan qoldirishgan, faqat ishga topshirishyapti-da. Bosib ishga topshirishyapti. Men mana shundan ilhomlanganman-da, tushunyapsizmi? Chunki yon atrofdagi muhit ham muhimda. Agar yon atrofingizdagi hamma boshqa maqsadda ketayotgan bo'lsa, siz ham o'zingiz bilmagan holatda o'sha maqsadga o'tib bo'lasiz. Faqat pul topish, karyerada pul topish, shunaqa qisqa muddatli maqsadlarga ko'proq kirib qolasiz. Shu. Yaxshi. Zo'r. Keyingi mavzu shaxsiy hayot bo'yicha bo'ladi. Demak, Koreyada o'zini oilasi bilan yashash, Koreyada farzandlarni katta qilish qanchalik qiyinchilik tomoni bor? Siz ota sifatida, masalan, siz ham oilaviy hayotingizni Instagramga qo'yib borasiz, ikkita farzandingiz bor. Bu o'zi bu yoqdan chiroyli ko'ringani bilan Koreyaga kelib, oila qurib, mana shu yerda o'zida oilasini olib kelib, farzandlarni tarbiya qilib yashashda qanaqa qiyinchiliklar bor? Keyin farzandlarni bu yerda o'qitish, masalan, bog'chaga berish, maktabga berish, farzandlarning kelajagiga qanaqa foyda beradi u? Shu tomonlar haqida o'zingizga qanaqa fikrlaringiz bor siz? Liberal odam sifatida bir gapiringchi shu narsani. Juda o'zim liberal deb hisoblamayman, lekin shunaqa ko'rinsam kerak. Farzand, bilasizmi, Koreyadagi mana shu deyarli 15 yillik hayotim farzandlik bo'lishdan oldin va keyingi ajralgan desam bo'ladi-da. Chunki farzandli bo'lish hayotimni 180 gradusga o'zgartirib yuborgan. Nima uchun? Shunaqa gap bor o'zbeklarda, bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan gap bor, to'g'rimi? Yoki ingliz tilida buni sal boshqacharoq bor, haligi it takes a village to raise a child degan. Bitta qishloq bitta bolani katta qilishga ketadi deganida. Lekin Koreyada yolg'izsiz. To'g'ri. Men mana birinchi marta ota-ona bo'lganimizda ikkita farzand bilan mana Alloh siylagan. Bunga egizak farzandlarim bor, Allohga shukr. Mana shu farzandlarni endi biz ham birinchi marta ota-ona bo'lyapmiz. Qanaqa qilib katta qilish kerak, nima qilish kerak, bu narsalar haqida umuman tushunchamiz o'zim ham bir 5-6 ta kitob o'qiganman farzandli bo'lishimdan oldin, nima qilish kerakligi haqida, pediatriya sohasi bo'yicha hamda. Lekin kitobda yozilgan narsa boshqa, real hayotda boshqa va har bir farzand har xil, xarakteri har xil. Mana egizak farzandlarim ham, ular egizak bo'lishsa ham ikkalasi xarakteri har xil narsani xohlashadi, tushunyapsizmi? Shuning uchun avvalambor eng katta
qiyinchilik ularni misol uchun tug'ilishi bilan boshlangan. Farzandlarim sal ertaroq dunyoga kelishgan. Shuni bir postizda ko'rib qoldim. Shu haqida yozgan. Sal ertaroq dunyoga kelishgan va ular 1 oy davomida neonatal intensiv o'sha reanimatsiyada yotishgan. NICU deyshadi, neonatal intensive care unit. Mana shu joyda katta bo'lib, keyin uyimizga olib kelganmiz, lekin o'sha paytda yaxshi ham ishim bor ekan deganman-da. Chunki yaxshi ham ishim bor ekan, yaxshi ham Koreyada legal yashar ekanman, yaxshi ham soliqlarni vaqtida to'lar ekanman, yaxshi ham sug'urtaga vaqtida to'lar ekanman. O'sha paytda ikkita farzandimga 1 oylik xarajati mana bir 65-70 million atrofida chiqqanda. To'xtang, xuddi shu narsani menga yaqinda bitta farzandli bo'lgan oshnam aytdi-da. Shu haqiqatda rostmi shu? Shunisi rost. Qimmat chiqib ketadi. Qimmat chiqadi juda ham, lekin sug'urtalarni to'lab, yurganingiz uchun, mana shu ishingiz bo'lgani uchun, vizangiz bo'lgani uchun davlat tomonidan buni juda ham katta qismi qoplanadi. Chegirma qilib bergan. Chegirma qilib beradi. Men o'shanda adashmasam bir 2,5 million to'laganman. O'sha 60-70 million chiqqan, lekin uni hamma sug'urtasi qoplab turib, qolganini men o'zim to'laganman. Ya'ni agar o'sha paytda tasavvur qiling, agar ishim bo'lmaganida, men Koreyadagi statusim noqonuniy bo'lganida nima qilgan bo'lardim? Qayerdan pul topgan? Bu pullarni topgan bo'lardim. Tushunasizmi? Mana shu narsa eng hayotimdagi katta qiyinchiliklardan biri bo'lgan, lekin o'shanda ham men Xudoga shukr deyman, mana shu ishim orqali avvalambor taqdir shu ekan. Mana shu taqdirimizga bitilgan qiyinchiliklarni ayolim bilan birgalikda sabot bilan bosib o'tganmiz. U ham doim yonimda turadi, doim birorta bir faoliyat yuritsam, doim qo'llab-quvvatlaydi va mana shu ham muhim deb o'ylayman. Chunki Koreyada biz bilasizmi, O'zbekistonda turmush qurgandan keyin ota-onalar, qaynona, qaynota, o'zingiz ota-onangiz ular sizga yo'nalish berib turishadi. Ayolingiz bilan bir urushib qolsangiz, kelinglar, qo'yinglar endi yoshlar deb sal yarashtirib turishadi. Mana o'zingiz ham oilalisiz. Yarashtirib qo'yadigan odam yo'q bu yerda. Yo'q, to'ppa-to'g'ri. O'zingiz urushib qolsangiz, sekin o'zingiz harakat qilasiz yarashishga yoki ayolingiz bilan ayolingizdan bir haligi xatolik o'tgan bo'lsa, ular sizga yaqinlashib boshlashadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni uchinchi shaxs yo'q. Uchinchi shaxs yo'q. Ya'ni sizni orangizda qozichilik qiladigan odam yo'q, misol uchun. Shunga men o'ylaymanki, Koreyada misol oilaviy yashayotganlarga o'zi aslida juda ham sabrli bo'lish kerak. Bunaqa hayotlarida uchraydigan qiyinchiliklarni birgalikda qo'l ushlashib, yelkama-yelka o'tib ketishga harakat qilish kerak-da. Lekin buning uchun albatta har tomonlama harakat qilish kerak. Men o'ylaymanki, haligi hayot doimo mukammal bo'lavermaydi. Hayotda hamma narsa yetarli bo'lavermaydi. Albatta moliyaviy qiyinchiliklar bo'ladi. Bizda ham bo'lgan moliyaviy qiyinchiliklar. Biz ham panjihalarda hayotni kechirishni boshlaganmiz. Men ayolim uydagi haligi mog'orlarni artib yurar edi-da. Shu darajada bilasiz, Koreyada haligi namlik yuqori bo'lgani uchun shunaqa bo'lib ketadi uylar. O'shaqa joylarda yashab yurganmiz. Lekin shunga qaramasdan yaxshi kelajak keladi. Harakat qilsak bas, bizda qo'limizdan keladi degan umid, harakat bilan keyinchalik yaxshilanib ketgan. Va bu jarayonda yana qaytarib o'taman, albatta stabil ish bo'lish kerak. Stabil ish sizda ham, ayolingizda ham, endi ko'proq bizda erkaklar pul topadi, haligi ingliz tilida breadwinner deyshadi-ku. Shunaqa rolda bo'lganligi uchun sizda agar ishingiz tayin bo'lsa, vizangiz tayin bo'lsa, bu qiyinchiliklardan o'tib ketishingiz ancha oson bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Lekin bu tomondan qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, moliyaviy tomondan ham qiyinchilik bo'ladi, uning ustiga oilaviy qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bu sizni sindirib qo'yishi mumkin. To'g'ri. Demak, uylanishdan oldin, Koreyada oila qurishdan oldin bitta o'zingizni pastanli ishingiz bo'lishi bu juda ham katta ahamiyatga ega. Men shuning uchun shogirdlarimga ham doim aytaman-da, uylanishdan oldin iloji boricha ishlaringni tayin qilib olinglar. Chunki ertaga ayollaring keladi, agar koreys tilini bilmasdan kelsa, faqat ingliz tili bilan kelsa yoki umuman til bilmasdan kelsa, u sizni ertamandan kechqurungacha kutib o'tiradi uyda. Qachon ishdan kelasiz yoki bo'lmasa nima qilasiz? Siz haligi hech bo'lmaganda 9 dan 6 gacha ishda bo'lib, ishdan kelib u bilan vaqt o'tkaza oladigan yoki bo'lmasa shanba yakshanba kunlari vaqt o'tkaza oladigan, u yoq bu yoqqa olib chiqib tanishtira oladigan darajada bo'lmasangiz, albatta zerikadi. Zerikkandan keyin orada konflikt chiqishni boshlaydi, notinchlik bo'lishni boshlaydi, tushunasizmi? Va iloji boricha tezroq koreys tilini agar bilmasa o'rgatish kerak.
ko'proq mana shu yerdagi jamiyatga integratsiya qilishga yordam qilish kerak. Hali aytib o'tib ketdim boya farzandlarni Koreya bog'chalariga bergansiz o'shani. Shu haqida ozgina gapirib bersangizda. Keyinchalik ham qanaqa planlaringiz bor? Koreyada farzandlaringiz katta bo'lishi bilan maktabga ham o'tib shu yerda mustaqil davomiy shu yerda qolmoqchimiz? Qanaqa holat shunga? Endi hozircha shu yerdamiz. Hozircha doim shu savol berilganda hozircha shu yerdaman deb javob beraman. Endi farzandlarimga keladigan bo'lsak, bu yerda ularni eng birinchi o'rinda, mana ota-ona sifatida birinchi o'rinda mani O'zbekistonda ham shunaqada ota-onalar, ota-ona bo'ldingizmi, sizga eng katta mas'uliyat bu farzandingizning xavfsizligi bo'ladi. Uni xavfsizligi siz uchun eng katta prioritetdagi masala. Mani o'sha kichik farzandim shunaqa bo'lganki, u hali qattiq yig'lasa, nafas olish to'xtab qolardi. Breath holding spell deydi. Buni o'sha kuzatilib turadi bu narsa bo'lar edi. Bunaqa narsa kuzatib o'sha erta tug'ilgan bolalarda bu narsa bo'lib turadi va bir marta bu voqea o'sha bog'chada bo'lgan. Ya'ni bola yig'lagan paytda nafasi to'xtab qolgan va menga darrov telefon qilishgan, ishxonadaligimda darrov yetib kelganman. Ular menga o'sha CCTV ni ochib, kamerani ochib ko'rsatishgan. Mana shunaqa biz hech naqa tekkanimiz yo'q. O'zi shunaqa yig'lab, mana shunaqa holatda bo'ldi, lekin unga birinchi yordamni ko'rsatdik. O'sha kamerada ko'ryapman, professional darajada yordam ko'rsatilganda bolaga bunaqa holatlarda nima qilish kerakligini hech kim esankirab qolmagan. Bunaqa holatda, bog'chada bunaqa holatda, misol o'qituvchi nima qilish kerak, bog'chani hamshirasi nima qilish kerak, kim tez yordamga telefon qilish kerak. Mana shu tartib juda chiroyli amalga oshirilgan. Ya'ni to'g'ri o'sha paytda men haligi shokda bo'lganman. O'sha yerga kelib qanaqa yordam berilganini ko'ryapman, lekin ko'nglim xotirjam bo'lyapti-da. Tushunyapsizmi? Ko'nglim xotirjam bo'lyapti. Ya'ni demak farzandimni ishonib bu yerga topshirsam, uni xavfsizligiga mana shu insonlar mas'ul ekan degan fikr o'tgan, lekin albatta hali guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi. Biz ham Koreyada eshitamiz, yangiliklar chiqadi. O'sha bolalarga haligi tazyiq o'tkazganlarni ko'ramiz. O'zbekistonda ham bunaqa narsa guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi, lekin baribir bu tizimli ravishda tartibga solingan deb o'ylayman-da Koreyada. O'zbekistonda ham hozir bu narsa tizimli ravishda tartibga solinib borilyapti. Buni men o'zim jiyanlarim ham mana bog'chalarga borishadi. Ularni haligi akam opamlar bilan gaplashayotganda ham shu narsalarni so'rayman. O'zim shaxsan qiziqib ancha yaxshilangan. Keyin Koreyadagi o'sha tarbiya masalasiga juda katta e'tibor beramiz. Men o'zim yaqinda o'zi Amerikaga borganimda ataylab Amerikadagi uzoq muddat yashagan o'zbekistonliklar bilan ko'rishdim. 20 yil, 25 yil yashagan, 30 yillab o'sha yerda yashab, farzand katta qilayotgan o'zbekistonliklar bilan tanishib, ularning oilalarida mehmon bo'ldim va ularning hammasiga bergan savolim bitta bo'ldi. Farzand tarbiyasini qanday qilyapsizlar? Nimaga ahamiyat beryapsizlar? Ularni hammasidan har xil javob bor, lekin bitta javoblari bir xil bo'ldiki, biz uydagi muhitni iloji boricha xuddi bir O'zbekistondek qildik. Ostona xatlab uyga kiryapsizmi? Siz O'zbekistonga kirib kelyapsiz. O'zbek oilasiga kirib kelyapsiz. Mana biz ham albatta biz ham mana farzandlarim bilan faqat o'zbekcha gaplashamiz. Salom berish, bir narsa bersiz, rahmat aytish, ertalab turib yaxshi dam oldingizmi deb, dadasi ishga ketayotganda yaxshi borib keling dada deb, ishga kelganda dada hormang deb gapirish, ya'ni bu o'zbekona tarbiya. Buni biz gibrid shaklda qilsak bo'lar ekan. Men o'sha Amerikada yashayotgan o'zbeklardan, boshqa davlatlarda yashayotgan o'zbeklardan shu narsani ko'rdim-da, chunki Koreyada ham hali endi men o'zim bilgan yon atrofimdagi mendan ancha oldin kelgan akalar, opalardan so'rayman shu narsalarni. Ularda ham shu faoliyat ko'pchiligida yo'lga qo'yilgan. Shunaqa holat yo'lga qo'yilgan. Mana shunga e'tibor bersa, men o'ylaymanki, Koreyani yaxshi tomonidan foydalangan holda, yaxshi tomonidan siz o'zingizni tarbiyangizga, o'zingizni ta'lim olishingizga, imkoniyatlaringizni ochishingizga bir tool sifatida, bir vosita sifatida foydalanishingiz mumkin, lekin tarbiyani albatta uyda ota-onadan olish kerak bo'ladi. Ya'ni uydagi tarbiyani mas'uli bu ota-ona. To'g'ri, hozir siz aytib o'tib ketganingizda men bitta narsaga ahamiyat berdim. O'zbekcha gaplashamiz, koreyscha yoki anglizcha aralashtirmasdan deysiz-ku. Demak, menda bitta do'stimda shunaqa bo'lganda, biz uyga oilaviy mehmon kelishganda, kichkina bolacha bilan gaplashganimda koreyscha gapirib ko'rganman-da, qiziqishdi. Keyin uyda degan ota-onamiz oldida koreyscha gapirish mumkin emas deb 3 yoshli bola aytganda menga, men uchun katta dars bo'lgan. Chunki men o'zim ham unaqa nima deydi, shunaqa fikrdaman-da. Masalan, chet davlatda bo'lganingiz bilan baribir koreys tilida gapirish uyda
bolani madaniyatiga juda katta ta'sir qiladi. Shuning uchun ham o'zbek milliychilikni saqlab qolish uchun o'zbek tilida gaplashish kerak deb eshitganman. Juda menga hozir shu gapingizdan keyin qattiq ta'sir qildi. Yaxshi. O'zi til Azizbek tom ma'noda o'sha xalq bilan muloqot qilish vositasida. Misol siz farzandingizni o'zbek qilib katta qilmoqchimisiz, u o'zbek tilida gapirish kerak. Agar siz amerikalik qilib katta qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, misol ingliz tilida gapirishingiz mumkin. Lekin agar siz qaysi madaniyatni unga singdirmoqchi bo'lsangiz, o'sha madaniyatdagi foydalanilgan tilda avvalambor gapirish kerak deb o'ylayman-da. O'sha haligi kitobda ham o'zbek tili kitobi mavzusiga ham biroz qaytsaydi, men ko'p haligi investorlar bilan gaplashganimizda, Koreyadan O'zbekistonga sarmoya kiritmoqchi bo'lgan investorlar bilan gaplashganimizda, ular mana o'zingiz o'ylab ko'ring, qaysi inson o'zi bilmagan mamlakatga pul kiritadi-da. Avvalambor mamlakatni bilish kerak. Bilish kerak. U mamlakatni qanday qilib bilasiz? O'sha xalqni tilini topish kerak. Mana o'zi hozir so'z o'yini ketadi, tilini topish kerak. Bu tilini topish o'sha tilini, madaniyatini o'rganishdan boshlanadi. Shuning uchun ham menga hozir juda ko'pchilik yozadi, o'zi rahmat aytib yozishadiki, yaxshi ham shu o'zbek tili kitobini yozibsiz, chunki har xil global markazlarda, Seulda ham mana shu narsa yo'lga qo'yilgan. Chet ellik bolalar uchun o'zini ona tilisini o'rgatish dasturlari bor. Ya'ni o'zbek farzandlari Seulda katta bo'layotgan bo'lsa, boshqa shaharlarda ham bor bunaqa dasturlar. O'zbek farzandlari bo'lsa, ularga o'zbek tilini, vyetnamliklar bo'lsa, ularga vyetnam tilini bir haftada 2 martadan shanba, yakshanba kuni o'rgatadigan shunaqa dasturlar bor. Mana shunaqa dasturlarga ham berish katta foyda beradi deb o'ylayman. Demak, keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, qarang, moliyaviy masalada Koreyada moliyaviy manaqa narsa borda. Men o'zimizni nima deydi, atrofdan misol qilib keltiradigan bo'lsam, Koreyaga kelgan odam o'qishni bitiradi, oilali bo'ladi-yu. Imенно oilali bo'lganingizdan keyin o'zingizga jamg'arma kerak oilada. Nima deb oilani boshqarish uchun kelgan O'zbekistonga qanaqadir biznes qilgan bo'lsangiz, O'zbekistonga pul chiqarish kerak yoki ota-onaga ko'pchilikda. Lekin bu yerda o'zida ham yashash oson emas-da. Shu kelajakka ham investitsiya degan narsalar bor. Shularni birlashtirib, nima deydi, qanaqadir balans qilsa bo'ladimi? Shu moliyaviy tomonlarga qanaqa ahamiyat berish kerak? Siz o'zingiz fikringiz. Albatta, bu yerda aytgandek, disclaimer aytib qo'ymoqchiman. Men moliyaviy ekspert emasman, birorta bir investitsiya kiritish bo'yicha birorta bir maslahat bera olmayman. Lekin mani o'zimni bosib o'tgan hayot yo'limdan hozirgi kungacha gapirsam, o'zi umuman 20-30 yoshni men aytgan bo'lardim, siz o'zingizni 20-30 yoshdan keyingi 40-50 yoshingiz uchun poydevor quradigan paytda va mana shu paytda iloji boricha har xil daromad ko'ra oladigan yo'llarni qilib ko'rish kerak. Albatta qonuniy yo'llarni qilib ko'rish kerak. Misol, kompaniyada ishlayapsiz, kompaniyadan tashqari uyga kelib, misol uchun dam olish ham mumkin. Lekin birorta bir biznes reja tuzish mumkin. O'sha biznes rejani amalga oshirish uchun birorta bir kursda o'qish mumkin. To'g'ri. Tushunayapsizmi? Mana hozir Seul shahrida ham Oasis, umuman Seul shahrida emas, butun Koreya bo'yicha Oasis dasturlari bor. Bunaqa dasturlar bepul, ko'pchiligi bepul, pullilari ham bor. Lekin mana shunaqa berilgan imkoniyatni o'zidan ham foydalanib, o'sha ishlayotgan ishingiz daromadiga qo'shimcha bir biznesni ham faoliyatini qo'yishingiz mumkin. Keyin ko'proq haligi emergency fund deymiz-ku, yomg'irli kunga asrab qo'yiladigan. Mana shu narsaga ko'p e'tibor berish kerak. O'sha olayotgan oyligingizni iloji boricha bir oylik desak sal soddaroq bo'lib qoladi. Bir oylik daromadingiz deylik, har xil nimalardan tushayotgan, har xil faoliyatingizdan tushayotgan daromadingiz. Mana shu daromadingizdan iloji bo'lsa 15-20% har oy birinchi olib qo'ying. Ishlatishdan oldin olib qo'ying. Koreyadagilarga maslahat. Ko'pchilik ishlatib bo'lgandan keyin ortganini olib qo'yadi, ortishi qiyin. Ishlatishdan oldin o'shani olib tashlab, keyin qolganini ishlating va o'shani yetkazishga harakat qiling demoqchiman-da. Bu qolganini endi siz yomg'irli kunlarga asrab qo'yasizmi? Chunki biz chet eldamiz. Bizda bu yerda nima voqea bo'lishi, qanaqa holatga tushishimizni, ya'ni O'zbekistonda umuman insonning hayoti nima bo'lishini, bir soatdan keyin nima bo'lishimizni bilmaymiz-ku. Sen bo'lib bu yerda unaqa qanaqadir kun kelib qolsa, albatta, shunaqa kun kelib qolsa, bilasiz, bu yerdagi xarajatlar katta bo'ladi. O'zbekistonning hammaning ham ota-onasi bunga yordam qila olmaydi. To'g'ri. Bu yerdagi mas'uliyat bu sizni o'zingizni bo'yningizda bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa kunlar uchun albatta, haligi qora kunlar uchun. Endi bu qora kunlar bo'lishi ham shart emas, yaxshi kunlar uchun ham bo'lishi mumkin. Misol, pul yig'ib ataylik, mana yaqinda jahon chempionati bo'ldi. Mana 4 yildan keyin bo'ladi. Qayerda bo'ladi?
Ispaniya, Portugaliya, Marokashda bo'ladi. Mana bugundan boshlab niyat qilib, yaxshi niyat qilib 1 oylik o'sha daromadingizni 15-20% tashing. 4 yildan keyin men jahon chempionatini ko'rgan Yevropaga oilam bilan yoki o'zim boraman. Yaxshi niyat qilib. Mana bitta yaxshi niyat qilib, misol uchun, agar juda bir motivatsiya bo'lmayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam ota-onangizga qaniydir bir o'sha haj safariga yuborasizmi, umra safariga yuborasizmi, xullas ezgu maqsadlar uchun ham qilish mumkin yoki uy sotib olish mumkin, qaniydir bir o'zingizni moliyaviy tomondan tiklashingiz uchun. Xullas mana shu albatta jamg'arib borish kerak. Men juda ham ko'pchilik bilan suhbatlashganimda yaqinlar bo'lsa, endi moliyaviy tomondan o'zi ko'pincha gaplashmaymiz. O'zi bu mavzuni ko'pincha men o'zim tabu deyman, ko'pincha. Lekin ularni bundoq bir so'rasam ko'pchilik jamg'armayotgan bo'ladi. Shuning endi jamg'arishga imkoniyat ham bo'lishi kerak. Qiyin ham deyishadi-da. Qiyin ham-da. Ya'ni men o'sha jamg'ara olmayotganligida ayblamayman. O'sha narsaga harakat qilib ko'rish kerak. Hech bo'lmaganda harakat qilib 100 ming, 200 ming bo'lsa ham jamg'arib turish kerak, hech bo'lmaganda. O'sha narsani qilmayotgan bo'lsangiz, bu sizni bitta oqimga solib qo'yadi va o'sha oqimdan chiqishingiz qiyin bo'lib qoladi. Keyin men yana bir maslahat, endi fikr bildirmoqchiman. Juda bir maslahat desam ham bo'ladi, fikr desangiz ham bo'ladi. Shu daromadingiz oshgan sari bunga proporsional holda sizdagi xarajatlar oshib ketmasligiga e'tibor berish kerak. Ya'ni haddan ziyodda, to'g'ri, inson yashash uchun kerakli bo'lgan yaxshi sharoitlar, boshqa narsani qilishingiz kerak, lekin haddan ziyod oshirib yubormaslik kerak-da. Chunki bor shunaqalar bir marta misol 10 million topib ko'rgan oyiga. Bir marta. Yoki mayli 1 yilda bir 3 marta 10 milliondan topib ko'rgan oyiga darrov chiqadi, misol Genesis olishi mumkin, yaxshi mashina olishi mumkin. Mayli olish kerak, lekin siz iloji boricha o'zingizni moliyaviy haligi byudjetingizni qanday taqsimlaysiz? Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Bir marta katta miqdorda daromadga ega bo'lish, bu sizni doimiy mana shu daromadda yurishingizni anglatmaydi-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Mana shu narsaga tushib qolmasa, ko'p narsada boshqa muammolarni hal qilsa bo'ladi. Yaxshi. Demak, Dilshodbek, keyingi mavzuda Koreya hayoti bo'yicha siz o'zingiz fikrlaringizni bilmoqchiman-da. Masalan, bizni oldingi sonlarimizni ko'rib chiqqan bo'lsangiz, fikrlaringiz bo'lsa, qanaqadir ko'pchilik Koreyada masalan yaxshi deydi, long termga, ko'pchilik yaxshi emas deydi. Siz o'zingiz oila bilan yashaganingizda, keyin bo'ydonlik paytingizda qanaqa bo'lgan, Koreyada plus minus tomonlarni qanaqa deb o'ylaysiz? Qanaqa imkoniyatlar beradi yoki qanaqadir narsani nimani yo'qotasiz? Shular haqida bir gapirib o'tib Qarang, o'zi umuman Koreya mamlakati bu dunyodagi eng innovatsion iqtisodlardan biri. Yaqingacha dunyoni top 10 taligiga kirar edi. Endi hozir biroz won nimasi tushganligi uchun, valyutasini qiymati tushganligi uchun bu 10 talikdan chiqib ketdi, lekin yaqingacha ham dunyoni top 10 ta iqtisodiga kiradigan juda katta o'zini haligi vazniga ega bo'lgan, dunyoda o'zini gapini ayta oladigan mamlakat. Siz bu mamlakatga keldingiz, shu mamlakatda yashayapsiz, o'rganyapsiz, bilim olyapsiz. Iloji boricha bu yerda sizga berilgan imkoniyatlardan foydalaning. O'qish davomida, misol uchun, faqatgina Koreya bilan cheklanib qolish shart emas. Boshqa mamlakatlarga ham borib ko'ring, hech bo'lmaganda pul yig'ib sayohat qilib ko'ring. Misol uchun men 2015-yilda Norvegiyaga borganman. Almashma dasturi bo'yicha birinchi marta o'zi chet elga birinchi marta Koreyaga borganman. Lekin Koreyadan Yevropaga birinchi marta borish bu umuman tasavvurimni o'zgartirib yuborganda, u yerdagi odamlar, ularning yashash tarzi, ularning fikrlashi, talabalar fikrlashi qanaqa. Undan keyin 2015-yilda Germaniyaga bordim. Yozgi maktabga bordim, yozgi dasturga bordim. Va unda yana ham fikrlashim o'sdi. Butun Yevropani keyin deyarli sayohat qilib chiqdim o'sha paytda. Va mana shu yerda o'rgangan tajribalarim keyinchalik ishga kirganimda, keyinchalik birorta bir o'sha mamlakatdan kelgan mijozlar bilan gaplashayotganda, hamkorlar bilan gaplashayotganda o'sha mamlakat haqida biror narsani bilish, o'sha joyda o'qigan bo'lish darrov sizni o'sha mamlakat bilan bog'laydi. To'g'ri. Tushunasizmi? Mana shunaqa imkoniyatlar bor Koreyada. Ko'pchilik mani universitetimdan borib so'rab ko'rdim, ular yo'q deyishdi, bu chet elliklarga mumkin emas ekan degan javobni berishadi. Men ikkala borib kelgan imkoniyat ham mani universitetimdan taqdim etilgan imkoniyat emas. Men o'zim qidirib,
ya'ni tanish bilishlardan so'rab, shu imkoniyatlarga borib kelgan odamlardan so'rab yurib, odam o'ziga bog'liq. Odamning o'ziga bog'liq. Keyin hali bilasizmi, inson energiyaga boy bo'lish kerak-da. Mana shu narsa juda muhim. Energiyaga to'la inson haligi o'tirib, qachon menga bir imkoniyatni bersang, keyin men o'sha imkoniyatni olaman deb o'tirmaslik, proaktiv bo'lish kerak. Yozib ko'r. Mana siz ham menga aloqaga chiqdingiz-ku. To'g'ri. Yozib ko'rish kerak. 10 ta odamga yozib ko'ring. O'sha o'zingiz havas qiladigan, o'zingiz bir fikr, bir haligi maslahat olmoqchi bo'lgan 10 ta odamga yozib ko'ring. Mayli 10 tasidan bo'lsa ham mayli. Mayli 10 tasidan 9 tasi sizni rad etsin, lekin bittasi sizga ijobiy javob aytsa, to'g'ri, qo'shilaman bu qanaqa, bu sizga qanaqa imkoniyatlar eshigini ochadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana shunaqalardan foydalanish kerak. Qolaversa, Koreyani o'zi ham, misol, agar siz bu yerdagi jamiyatga to'g'ri integratsiya qilsangiz, tilini o'rgansangiz, bu yerdagi madaniyatni tushunsangiz, men aytmoqchi emasman, madaniyatiga to'liq moslashib, siz ham koreys bo'lib qoling demoqchi emasman. Tushunsangiz demoqchiman. Ya'ni ko'pchilik bahslar, ko'pchilik konfliktlar asosan tushunmovchilikdan kelib chiqadi-da. Aslida u sizga, misol uchun, hamkasbingiz, aytaylik, ishingizda kelib, monitoringizga qarab turib, koreyslarning shunaqa odati bor, chalda deb ketishadi, so'rashadi, yaxshi bo'lyaptimi deb so'rashadi. Ba'zi odamlar shu narsani, "Mana ishimga nima qilasan, aralashib" deydi-da. Tushunasizmi? Lekin o'zi aslida u sizga haligi shunchaki kelib sizga yordam bermoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni o'zimizda ham uni maqsadini, uni niyatini siz tushunishga harakat qilsangiz, umuman boshqacha ko'rina boshlaydi. Keyin mana Koreyani o'zini imkoniyatlari ham mana boshqa davlatlarga chiqish bo'yicha ham katta deb aytib o'tdim. Va mana shu yerni o'zida ham agar siz bir sohani yaxshi ushlab mutaxassisi bo'lsangiz, nafaqat Koreyada, misol uchun Koreyani ta'limi Yaqin Sharqda, Yevropada juda qadrlanadi. Men o'zim shu narsani ko'rganman-da. Agar siz Koreyada, aytaylik, yarim o'tkazgichlar sohasini o'qigan bo'lsangiz, muhandislik sohalarini o'qigan bo'lsangiz, meditsinani o'qigan bo'lsangiz, tibbiyot sohasida, yoki bo'lmasam farmatsevtika sohasi mana juda ham katta sohalardan biri. Bu sohani siz mutaxassisligi bilan Singapurda ishlashingiz mumkin. O'zbekistonga qaytib juda katta ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Men doim mana shogirdlarimga, o'zim umuman hammaga aytadigan narsam, siz Koreyada qolib ishlashingiz shart emas. Siz bu yerdagi imkoniyatlardan foydalanib, o'sha joydagi tajribani olib, O'zbekistonga borib tadbiq qiling. Mana shu eng katta ham vatanimizga, ham o'zingizga bera oladigan qiymat. Sizni tanishlaringiz ichida bormi shu O'zbekistonga qaytib turib yaxshi bir nima deydi, karyera qurgan tanishlaringiz bormi O'zbekistonga? Men ko'pchiligini Koreyada deb bilaman-da. Endi men hozir mana 15 yildan beri bu yerdaman-ku, O'zbekistonga tez-tez borib kelamiz boshqa, lekin shunaqalar bor. Albatta O'zbekistonda ham o'zini biznesini ochib, O'zbekistonda ham davlat tashkilotlarida yoki bo'lmasa O'zbekistondagi xalqaro tashkilotlarda ishlayotgan. Yana bitta narsa bor, xalqaro tashkilotlar deganda esimga kelib ketdi. Bizning millatdoshlarimiz ichida ta'sir doirasi keng bo'lgan shaxslar ko'proq chiqishi kerak. Nima demoqchiman? Mana yaqinda, mana 2 kun bo'ldi, Jahon bankini Koreya vakolatxonasi prezidenti bilan, o'sha rahbari bilan shu yonma-yon o'tirdik-da. Jahon bankini prezidenti bo'lgan Jim Yong Kim degan odam. Koreyalik. Amerikaga ko'p yillar oldin ko'chib ketgan, keyinchalik ko'tarilib Jahon bankiga prezident bo'lgan. Undan keyin xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti, bularda ham koreyslar bor. Ya'ni mana Pan Gi Mun, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi bo'lgan. Xuddi shularga o'xshab xalqaro miqyosdagi ta'sir doirasi keng bo'lgan tashkilotlarda ko'proq vatandoshlarimizni ko'paytirishimiz kerak. Chunki biz baribir millatdoshmizda, biz siz bilan millatdoshmiz. Biz misol qayerda bo'lmaylik, qanaqa joyda bo'lishimizdan qat'iy nazar, siz men o'zbekistonlik ekanligimizni bilsak, bu mana shu faktni o'zi yaqinlashtiradi. Tushunyapsizmi? Va qayerdadir, qandaydir bir shartnoma bo'ladimi? Biror bir katta loyiha bo'ladimi? O'sha joyda bitta joyiga O'zbekiston manfaatiga haligi yaxshi bo'ladigan, O'zbekiston manfaatini bir ilgari suradigan joyga siz bir qissangizni qo'shib qo'ying o'sha joyda. To'g'ri. Mana shu narsa katta imkoniyat eshigini ochadi-da biz mamlakatimiz uchun hamda. Shuning uchun men aytaman doim, to'g'ri, mehnat qilishning aybi yo'q. Hamma o'zini faoliyatida davom etadi, lekin harakat qilish kerak jahon miqyosiga chiqishga. Xalqaro miqyosidagi ta'sir doirasi keng bo'lgan individlar, shaxslarga aylanishga harakat qilish kerak. Mana shunda yana bizni millat sifatida
bizni ta'sirimiz ham ko'p bo'ladi, biz o'zimizni dunyoda aytadigan so'zimiz ham balandroq chiqadi, qat'iyatliroq chiqadi. Bunga asosiy qadam til o'rganish deysiz, nima masalan birinchi o'rinda? Asosiy qadam endi hali aytganimdek til bu vositada, bu kalitda bu. O'sha kalitni eshikni ochib kirish o'zingizdan. O'sha kalitni birinchi o'sha tilni o'rganib olsangiz, keyin qolgan narsalar bo'laveradi. Qolgan narsa o'sha muzokara o'tkazish qobiliyati, juda muhimda. Kalitsiz bo'lmaydi-yu degan haqiqatda. Muzokara o'tkazish qobiliyatini olaylik misol uchun yoki bo'lmasam birorta bir yangi bilim va ko'nikmani tez o'rganish qobiliyati. Bu ham bitta juda katta iste'dodda. Lekin bu o'rgansa bo'ladigan iste'dod. Ya'ni bu faqatgina tug'ma talant emas. Faqatgina o'sha sizga ota-onangizdan o'tgan, gendan o'tgan talant emas. Buni o'rgansa bo'ladi. To'g'ri. Bunaqa bilim va ko'nikmalarni o'rganish orqali qo'shimcha til bularni multiplier, ya'ni ko'paytirib beradigan vosita. Yaxshi. Shunaqa imkoniyatlardan foydalanish kerak. Ya'ni Koreya hali gap borki, illat izlaganga illatdir dunyo, ibrat izlaganga ibratdir dunyo. Bu gapni to'g'ri gaplar. Chunki siz nimani ko'ryapsiz, o'sha narsa ko'rinaveradi siz ko'zingizga. Aslida siz uchun ham Koreyaning minus tomonlari bormi? O'zingiz ko'rgan? Albatta. Albatta, har qanday mamlakatda minus tomoni bor. Misol uchun Koreyada top 3 ta deb aytaylikchi. Misol uchun Koreyada siz begona bo'lib qolasiz. To'g'ri. Bu narsa bor. Koreyada emas, bu davlatda bo'lsa kerak. Rossiyada ham shunaqa yo'q. Yo'q, Rossiyada shunaqa, lekin mana Angliyada, Amerikada siz unaqa. Amerikada unaqa emas, to'g'ri. Amerikada samolyotdan tushishingiz bilan ingliz tilini ayniqsa gapirsa, siz amerikaliksiz. Ma'na misol uchun unaqa narsa. necha marta borib kelsam, birov qayerdan kelganimni so'ramaganda, lekin Koreyada misol uchun haligi gap borku, onini saramiyo, onja qo'yanga turagayo, bu ham qo'yibasiz deydi. Qaysi davlatdan kelgansiz? Nima uchun Koreyaga keldingiz? Qachon mamlakatingizga qaytib ketasiz? Mana shu savollar beriladi. Va bu savolga ham agar Koreyani tarixi haqida tushunsangiz, bu savol nima uchun berilayotganini tushunasiz. Chunki Koreya tarixan bir millatli mamlakat bo'lib kelgan. Va bularga haqiqatdan qiziq. Nima uchun shuncha mamlakat turib bizni mamlakatimizga keldingiz va bu yerda nima qilyapsiz, endi qachon qaytib ketmoqchisiz, nima haligi maqsadingiz, ya'ni provokatsion savol emas. Har bo'lishi mumkin, provokatsion savol ham bo'lishi mumkin, lekin agar siz Koreya tarixini o'rgansangiz, bu provokatsion savol sifatida qabul qilmasligingiz ham mumkin demoqchiman-da. Ya'ni har doim ham sizga bir g'arazli niyatda bu savolni bermayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa har o'sha begonalik hissi bo'ladi demoqchiman Koreyada. Lekin buni ham misol agar siz tushunsangiz, o'zingiz atrofingizga o'zingizga o'xshagan insonlarni yig'sangiz, ya'ni hammamiz o'zimiz haligi social bubble-da yashaymiz-da, ya'ni ijtimoiy sharlarning ichida yashaymiz. Mana siz o'zingiz ijtimoiy doirangiz bor. Meni o'zim ijtimoiy doiram bor. Meni ijtimoiy doiram hozir mana ko'pchilik koreys, inglizlar bilan tashkil topgani uchun men o'zimni ijtimoiy doiramda yurgan paytimda men Koreyani global mamlakat deb o'ylayman. Tushunasizmi? Agar sizni ijtimoiy doirangiz faqat koreyslardan iborat bo'lsa, siz o'zingizni koreys doirasida yuribman deysiz. O'zbeklar bo'lsa, o'zbek nima mana Kimxeda bor, Dongdaemonda bor. O'zbekiston. Xuddi bir koreys tilini bilmasangiz ham yashab yuraverasiz o'sha joyda. Yurib, o'sha joydan narsa sotib olib, o'sha joyda ovqatlanib yursangiz, misol uchun hech qanaqa nimasi yo'q. Amerikada ham xuddi shunaqa, Brighton Beach bor, Nyu-Yorkda. Ingliz tilini bilmaydiganlar juda ko'p. Faqat rus tili, o'zbek tili bilan yashab yurishaveradi. Shuni aytmoqchiman. Keyin mana endi top 3 ta dedingiz, ikkinchisi aytishim mumkin bu yerdagi ta'lim. Ya'ni Koreya ham albatta bu sharq mamlakati bo'lgani uchun bu yerda sizga doim ham haligi kritik fikrlash imkoniyati. Mana Koreys universitetida o'qigansiz-ku siz ham Koreya universitetida. Professor kiradi, o'zini gapini gapirib chiqib ketadi, to'g'rimi? Ya'ni sizga bir tanqidiy fikrlash imkoniyatini bermaydi. To'g'ri. Nabrot men bitta gap aytay, o'ldiradi deb o'ylayman. Masalan, ishxonaga borasiz, ishda ham bor-ku, qanaqadir o'zingizni fikringizni bildirsangiz, hop deb o'zini qiladigan bor, o'zinikini qiladiganlar bor-da, koreyslar bor. Keyin u narsa kreativlikni o'ldiradi-da, kreativlikni o'ldiradi. Shunaqa deb o'ylayman men. Nafaqat o'ldiradi va siz o'sha jarayonni bir qismi emasligingizni bildiradi va sizda o'sha jarayonni mana hozir mana shu stolimizga qarang, mana bu bo'limlarga bo'lib qo'yilgan. Mana shu qismi bu meniki. Mana shu qismdagi turgan narsaga, bu yerdagi nima bo'layotgan bo'lsa, men javobgar bo'laman. Ya'ni o'sha birorta bir qilayotgan ishingizga nisbatan, loyihangizga nisbatan egalik hissi bo'lmaydi. Va mana shu narsa ham ko'pincha faoliyat yuritayotganingizda sizdagi
effektiv faoliyat yuritishingizga ta'sir qiladi. Tushunyapsizmi? Ha, bu baribir meni loyiham emas-ku deb o'tda bir tashqaridan qara. Agar sizga, Azizbek, bu seni loyihang. Sen bunga javobgarsan. Sen buni egasisan. O'zingni fikring, o'zingni yo'nalishing mana shu yerga tatbiq etiladi deyilsa, siz bunga boshqacha qarashni boshlaysiz. To'g'rimi? Mana shu jihati bor. Agar uchinchisini oladigan bo'lsak, Koreyadagi o'sha bu ko'p mamlakatlarda ham bor. Koreyadagi o'sha hozir mana tug'ilish kamayib borayotgan demografik muammolar bor. Lekin men o'ylaymanki, bu demografik muammolar bir yo'l yoki boshqa yo'l bilan albatta hal bo'ladi kelajakda, yoki bo'lmasam sun'iy intellektdan foydalaniladimi. Bu narsa lekin haligacha so'roq ostida turibdi. Ya'ni kelajakda demografik mana krizis degan so'zlar ham chiqyapti. Ya'ni demografik o'sish kamayib boryapti. Aksincha hozir mana ko'p bog'chalarning o'rniga qariyalar uyi ochilyapti. Bu o'zi aslida juda ham bir ayanchli holat. Lekin buni Koreyada aytadiku, shu paytgacha yashab kelishgan-ku, qiyinchiliklarni ko'rib, urushlarni ko'rib, har xil Osiyo moliyaviy inqirozlarini ko'rib kelishgan. Men o'ylaymanki, bu yo'liga ham yechim topa olishadi. Siz shaxsiy savolda bu xalqaro firmada direktorlik lavozimingiz bor-ku. Shu o'zi boshdan qanaqa kelib qolgan? Shu haqida bitta to'xtalib o'tib keting, ko'pchilikga qiziqdi. Keyin o'zbeklar bormi? Sizdan tashqari ham shunaqa yuqoriroq lavozimda ishlaydigan o'zbeklar bormi? Siz tanishlaringiz? Albatta bor. Hozir mana siz o'shaning uchun ham aytyapman-da, birorta bir faoliyat, birorta bir kompaniyaga kirib, o'sha kompaniyada o'zingizni iloji boricha shaxsiy brendingizni tanitishingiz kerak. Ya'ni sizni imzoyingiz bo'lishi kerak. Ya'ni Azizbekni o'zini birorta bir loyiha qilsangiz, ish qilsangiz, o'sha joyda Azizbekni imzosi bo'lishi kerak. Faqat o'zi eplay oladigan deysiz. Faqat siz eplay oladigan. Ya'ni siz o'zgartirib bo'lmas murvat bo'lishingiz kerak-da. O'sha bir katta bir mashina deb hisoblaydigan bo'lsak, o'sha mashinani o'zgartirib bo'lmaydigan murvati bo'lishingiz kerak. Endi har doim o'zgartirib haligi bu narsa haligi mukammal bo'lishi shart emas. Agar siz shunaqa darajada bo'lsangiz, meni misol ishlayotgan o'sha JS korporatsiyasiga ishga kirgan paytimda headhunter, ya'ni global iste'dodlarni ko'rib, o'shalarni boshqa qaysi kompaniyada o'shalarga mos bo'lgan ish bo'lsa, o'sha ishlarni taklif qiladigan shunaqa tashkilotlar bor. O'sha tashkilotlar orqali hozirgi kompaniyamga kirganman. Keyin bu kompaniyamda ishlagan paytimizda bizda koronavirus 2020-yil fevralda boshlagan bo'lsam, 2020-yil fevralda eng koronavirus avjiga chiqib, Koreyada endi boshlangan payti bo'lgan. O'sha paytda sizda bo'lsa, Xitoydan ham o'tib ketgan edi. Koronaviruslarning sonlari bo'yicha adashmasam 2-o'ringa chiqqan, 1-o'ringa chiqib qolgan paytlari ham bo'lgan. O'sha vaziyat bizga qarangki ijobiy ta'sir qilgan. Nimaga? Chunki juda ko'plab kompaniyalar afsuski samolyotga chiqib Koreyaga kela olmay qolgan va biz ularni o'rniga ularni bizneslarini rivojlantirib berishimizga to'g'ri kelgan. Va biz o'sha paytda juda katta korporatsiyalar bilan ishlaganmiz va bu yana qaytarib o'taman, menga haligi hayotda juda kam uchraydigan imkoniyatlarni ochganda, men o'zim o'sha Boeing kompaniyasi bilan, Airbus bilan, nimadagi Germaniyadagi Siemens kompaniyasi bilan yoki bo'lmasam Air Products kompaniyasi bilan, Linde, mana shunday top kompaniyalar bilan to'g'ridan-to'g'ri ularning rahbarlari bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Agar boshqa payt bo'lganida, ya'ni muhit ham ta'sir qiladi demoqchiman-da. Agar boshqa payt bo'lganda ularni o'zlari Koreyaga kelib, men ularning oldida shunchaki yordamchi bo'lib borishim mumkin edi, lekin mana shunaqa vaziyat taqozosi bilan bizdagi loyihalarning ko'lami kengayib ketdi va bu loyihalar ko'lami kengayishini ortidan albatta vakansiyalar paydo bo'ldi va shunday qilib keyin etap ko'tarildi. Navbatma-navbat mana shu lavozimga erishdik. Endi o'zbekistonliklar juda ko'p. Mana Koreyada katta kompaniyalarda ishlayman, shogirdlarimiz juda ham ko'p top kompaniyalarda ishlayotganlari. Qolaversa, o'zimizning kompaniyada ham o'zbekistonlik hamyurtimiz borlar, lekin ular 4-5 yil oldin chiqib ketishdi ishdan. Va o'zlarini hozir mana xususiy sektorda faoliyatlarini davom ettirishyapti. Bunaqalar juda ham ko'p. Nasib qiladi sizga o'sha hamyurtlarimizni keyinchalik tanishtirib qo'yaman, o'sha podkastlaringiz mehmon bo'lishlari. Demak, keyingi savolga o'tishdan oldin, keyingi mavzuga o'tishdan oldin sizga homiylarimiz tomonidan, World Service tomonidan, ya'ni Lakuba salqin ichimliklar. Juda ham rahmat. O'zi shu ichimliklarni ko'p ko'ryapman va o'zi ichib ko'rish niyatim bor edi. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Pastga qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi.
arzimasa ham qabul qilasiz. Demak, bizni homiylarimiz haqida qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Lakuba salqin ichimliklari va World Service tomonidan, do'stlarimiz tomonidan salqin ichimliklar. Buni Koreyada xohlagan marketdan keyin o'z oshxonalardan topishingiz mumkin. Undan keyingisi Cross. Bizda Cross xalqaro pul o'tkazmalari O'zbekistonga yoki atrofimizdagi davlatlarga pul o'tkazmoqchi bo'lsanglar, ishonchli, tez, sifatli pul o'tkazish imkoniyatini beradi. Shu. Demak, keyingi mavzuga o'tsak, oxirgi mavzuda shu mavzu haqida gapirsak bo'ladi. Bemalol kofelardan ichmang. O'zi hozir mana shu Lakuba ichimligini aytdingiz. Mana o'zimizni vatandoshimiz mana shu ichimliklarni Koreyaga yetkazib beryapti ekanlar. Iloji boricha o'zimizni vatandoshlarni, bizneslarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. To'g'ri. To'g'rimi? Amerikaliklar shunaqa borku, be American, buy American. Ya'ni amerikalik bo'l, Amerika mahsulotini sotib ol degan. Keyin bu ham O'zbekiston mahsuloti. Bu O'zbekiston mahsuloti. Ya'ni siz buni o'rniga Mountain Dew desam hozir trendga moslab Mountain Dew sotib olishingiz mumkin. Lekin mana shu ichimlikni sotib olish orqali siz O'zbekistondagi bu biznesga o'zingizni hissangizni qo'shyapsiz-da. Ya'ni kimdir ishli bo'ladi, u ishli bo'lgandan keyin oilasiga maoshini olib boradi, farzandlarini katta qiladi. Mana shunga o'zimizni hissamizni qo'shaylik demoqchiman. Dilshodbek, siz hozir haligi futbolda bilsangiz, olib borib turib oshirib beradi hujumchiga. Shuni kallur o'rtsa, reklama yo'q, chiqib qoldi. Shunga bir qo'shimcha qilib qo'yay dedim. Men doim xursand bo'laman. Bizni xalqimizda business acumen bor. Ya'ni biznesga iste'dodi bor. Bor, haqiqatda eshitganman bu. Haqiqatda iste'dodi bor. Mana qaysi mamlakatga bormang, o'zbek oshxonalari bor. Londonda Azizbek Piccadilly Circus degan joy bor. Koreyani mana Myeongdong, mana Seuldagi Myeongdongga o'xshagan odamlar gavjum bo'lgan joyda. O'shani oldida o'zbek restorani bor-da. Ya'ni o'sha yerga borib biznes ochganda biz ham yurtimiz. Shungacha o'ylaganda, tushunyapsizmi? Mana Amerikada qanaqa katta bizneslar bor, Koreyada qanaqa katta bizneslarga ega-da. Mana shu tomondan bizda iste'dod bor. Agar imkon bo'lsa, qo'llab-quvvatlash kerak. To'g'ri. O'zi misol uchun Seulda qarasangiz ham atrofingizda u yoq 30 kilometr u yoqda o'zbek yoki shunaqa restoranlar chiqib keladi. Bu joyda bo'lsangiz ham. O'zi o'zbeklarni aytishadi, Markaziy Osiyoning italyanlari deyshadi. Chunki italyanlar ham qaysi davlatga borsa, o'zini oshxonasini olib boradi. Pizza, pasta shuni olib borar ekan. Demak, Dilshodbek, bitta ya'ni bu oxirgi mavzuyimiz falsafiyroq savolda bu. Agar hozir qarshingizda universitetni bitirgan yosh Dilshod Akbarov bo'lganda, nima degan bo'lardingiz? Bu narsa aytmoqchimanki, sizni yo'lingizda o'tib kelgan, universitetni endi bitirgan paytda nima qilishini bilmasdan, haligi shunaqa holatda turgan studentlarga ham katta motivatsiya bo'ladi bu narsa. Nima degan bo'lardingiz o'zi? Nima deydi? O'sha universitetni endi bitirgan Dilshod Akbarovga. Universitetni endi bitirgan o'zimga shoshilma degan bo'lardim. Shoshilma, hali hammasiga ulgurasan degan bo'lardim. Chunki o'zi meni yaqindan biladiganlar juda yaxshi bilishadi. Juda ham shoshilaman ko'p narsaga. Tez bo'lishini xohlayman, bir narsani hoziroq bilishni xohlayman, natijasiga tezroq yetishni xohlayman-da. Shunga shu sababdan ham ba'zi imkoniyatlarni qo'ldan boy berganman deb o'ylayman. O'sha paytda tezroq, misol yon atrofimdagi odamlarga tezroq ishga kirishim kerak. Hali aytdim-ku, yon atrofdagi muhitingiz ham ta'sir qiladi-da. Atrofimda hamma ishga kiryaptimi, demak men ham tezroq ishga kirishim kerak ekan. Demak men ham tezroq haligi bir sohani ushlashim kerak ekan. Lekin o'zi aslida misol universitetni bitirgan paytim yoshim 23 yosh edi. Endi 23 yoshda siz hali biror bir yo'nalishni aniq qilib tanlashingiz ham shart emas-da. Shunaqa yosh. Shunaqa yosh. Siz hali risk qilib ko'rishingiz mumkin, o'zingizni har xil sohada sinab ko'rishingiz mumkin, o'qishda sinab ko'rishingiz mumkin, tushunyapsizmi? O'sha nimalarni, o'shanaqa imkoniyatlardan ham sal ko'proq foydalanaman. Ya'ni men o'zimni ko'proq haligi vertikal o'sganman deb o'ylayman-da, sal gorizontalroq ham o'sishim kerak bo'lgan. Mana shu narsani ko'p o'zimga maslahat berganman. Yana ikkinchisi, bu agar imkoniyati bo'lsa, men ko'proq o'zimni shaxsiy rivojlanishimga ham ko'proq e'tibor bergan bo'lardim. Chunki bu juda ham muhim narsa. Bu shaxsiy rivojlanish faqatgina o'qish yoki bo'lmasam bir karyerada muvaffaqiyatga qozonish emas,
Bu misol uchun sport bilan shug'ullanish, misol aytishimiz mumkin, hech bo'lmaganda bir marta body profile olib ko'rishda, aytadi-ku, taningizni bir chiroyli qomatga keltirib turib, o'sha paytda men shunaqa edim deb yillar o'tgandan keyin bir eslash uchun hamda. Ya'ni hozir ham bir sport bilan shug'ullanib qilib turamiz, lekin hozir endi buni imkoniyati ancha kamroq. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men shunaqa tomonlariga e'tibor bergan bo'lardim deb aytishim mumkin. Yaxshi. Demak, eksklyuziv sifatida qarang, hozir sizga qisqacha savollar bor-da, blitz savollar. Agar xohlasangiz, vaqtimiz qancha bo'lyapti? Hozir 1,5 soatdan oshib boryapti. 1,5 soatdan oshdi. Ozgina vaqtimiz bor, shuning uchun ham eksklyuziv SS podkastda eksklyuziv blitz savollar. Sizdan talab qilinadigan narsa qisqa lo'nda. Bo'ldi. Javob berib o'tib ketasiz. Demak, boshladik. Sizlar aldashganmi? Albatta. Oila a'zolaringizdan tashqari shu kunga kelishingizda kim sababchi? Ayolim. Ismingiz kim qo'ygan? Onam. Qarashlaringiz bo'yicha yaxshi insonmisiz? Harakat qilaman. Aqlingizni ko'proq ishlatsizmi, yuragingizni? Hozir yuragim. Ertalab birinchi kiradigan ijtimoiy tarmog'ingiz? Telegram. Hech qachon esingizdan chiqmaydigan kun? Farzandlarim tug'ilgan kun. Bitta qo'l bilan ushlagan eng katta pulingiz? Qo'lingizda ushlab ko'rgan? Bu savolga javob bermasam bo'ladimi? Bo'ladi. Bola boshidan ma'lum deydi-ya. Siz boshidan nimangiz ma'lum bo'lgan? Odamlar orasida bemalol gapira olishim. Shunday yashaginki so'zini davom ettiring. Shunday yashaginki so'zini davom ettiring. Sen xonadan chiqib ketganingni darrov payqashsin. Gap yo'q. Qaysi o'qishda xohlagansiz, lekin kira olmagansiz yoki o'qimagansiz? Garvardda o'qishni xohlagan bo'lardim. Agar meni farzandlarimni niyat qilganman, shu yerda o'qishdi. Muvaffaqiyatingiz 10 qavatli bino deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, hozir nechinchi etajdasiz? Hozir ro'parasi o'rtasiga yetdim deb o'ylayman. 5-chi. Kimdan andoza olib yashaysiz? Kimdan? Andoza olib yashaysiz. Otamdan. Nimani boshdan boshlagan bo'lardingiz? Bu blitz savol, lekin ko'p o'ylantiradi. Nimani boshdan boshlagan bo'lardim? Mayli, mana shu savolni o'tkazib yuborsa, chunki bo'ladi. Bemalol. Hamma o'zini baxtli his qiladigan joyga borsin desa, qayerga borgan bo'lardingiz? Ota-onam yashagan uyga. Harakat qilyapsiz, o'xshamayapti, nima? Bemalol o'ylab javob beraman. Javob bersam bo'ladimi? Kesamiz uni. Yaxshi savol-da bu. Ozishga harakat qilyapman, o'xshamayapti. 30dan keyin shu ekan deydi. Ozishga harakat qilyapman, o'xshamayapti. Hayotingizdagi birinchi muvaffaqiyat? Dadamga mashina sotib olib berganim. O'zingizdan pul qizg'anasizmi? Yo'q. Kimsiz hayot zerikarli? Kimsiz hayotim? Albatta, ayolimsiz. Yaxshi. Hayotingizda hozirgi bo'limini nima deb atagan bo'lardingiz? Ota-onalik. Yaxshi. Oxirgi 1 yilda nimadan ko'proq xafa bo'ldingiz? O'zimdan xafa bo'ldim ko'proq. Yaxshi. Demak, oxirgi savolim, nimaga haqqim yo'q deb o'ylaysiz? Farzandlarimga ularga kerakli bo'lgan paytda imkoniyatni yaratib bera olmaslikdan. Haqqim yo'q deb o'ylaysiz. Kattakon rahmat. Dilshod Bey, bugungi podkast juda ham o'ylaymanki yaxshi podkast bo'ldi. Ko'pchilik nima deydi, o'zini qiynab turgan savollarga javob oladigan podkast bo'ldi. Avvalambor tashrif uchun rahmat. Ikkinchiga, bu podkast oxirgi podkast bo'lib qolmaydi. Bitta sondan keyin siz bilan yana ko'rishamiz deb o'ylayman. Avvalambor kattakon rahmat tashrif uchun. Oxirgi yakun sifatida, xulosa sifatida qanaqadir gapingiz bo'lsa yoki shogirdlaringizga, atrofingizdagi odamlarga qanaqadir maslahat bo'ladigan bo'lsa, bemalol gapirishingiz mumkin. Bugun juda ham ko'p maslahatlar, fikrlar almashdik. Azizbek, men aytmoqchimanki, mana shu podkastni ko'rib turganlarga, endi ko'proq Koreyadagi o'zbekistonliklar ko'rishadi. Aytmoqchimanki, yorqin kelajak keladi. Shunga ishonch bildirish kerak, umid qilish kerak va harakatdan to'xtamaslik kerak. Menda ham bo'lgan demoqchisizda, hozirgi etap, qiyin etapda bo'lgan bo'lsangiz. Albatta, sizni hozir o'zingizni baxtli his qilayotgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi. Nasib qilsa bundan ham baxtli bo'lasiz. Agar siz birorta bir qiyinchilikda boshingizdan o'tkazayotgan bo'lsangiz, birorta bir hayotingizda shunaqa bir burilish nuqtasida turgan bo'lsangiz, doimo yuragingizda shunaqa ishonch bo'lsinki, albatta yaxshilik keladi. Faqat siz harakatdan va o'shani sababini qilishdan to'xtamang. Kattakon rahmat. Yaxshi tavsiyalar uchun va tashrif uchun rahmat. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Juda xursand bo'ldim. Rahmat. Xudo xohlasa ko'rishamiz. Yaxshi bo'ladi.